Assalomu alaykum. Ustoz, Vaalaykum salomatlik assalom, omonmisiz? rahmatullohi va barakatuh. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, qilayotgan xizmatlaringizdan Alloh taolo ajrini bersin. Meni bir savol bor edi. Salomatulloh. La'nat qavm haqida, la'nat qavm yer yuzida 2 marta buzg'unchilik qilish haqida bir hadis va oyat bor edi. Shu haqda agar tushungan bo'lsangiz bir ma'lumot berib o'tsangiz. O'sha 2 marta buzg'unchilik qilgan bular va ularni boshiga balo yog'ilgan. O'sha Buxt Nasr mavzusi bor, keyin forslar bularni ya'ni qirib, surgun qilib yomon qattiq xorlashgan. Bu endi payg'ambar alayhissalotu vassalomni o'zlaridan o'zlari bilib qoladigan hodisa emasda. Tarix bu juda katta manbasi bor odam, institut, universiteti, akademik jamoasi bor odam topa oladigan mavzu. Alloh taolo buni vahiy qilib bergan. Vahiyda shuni aytgan, 2 marta buzg'unchilik qilganini. Bittasi o'sha Yahyo alayhissalotu vassalomni so'yganda bular, o'shani orqasidan keyin bularni boshiga balo kelgan. Shu Buxtu Nasr mavzusi bor, u ham kelib bularni yomon xorlab tashlagan. Uchinchisi ham bo'ladi deyilgan o'sha hadislarda. Uchinchisi mana hozir ko'rib turibmiz. Shunaqangi haddan oshishi va oqibati baribir bularniki xorlik bo'ladi. Men o'zim oldin ham taxmin qilgan edim. 100 yilga bormaydi bularning mana shunaqangi zulm saltanati. 1948-yilda bo'lgan bo'lsa, bu zulm boshlangan bo'lsa, 2048-yilga bormasligi kerak. Ungacha ularni mana shunaqangi butun dunyo ko'radi zolimligini. Butun dunyo bular haqiqatda tug'yonda haddan oshgan odamlar ekanini ko'radi. Hamma keyin bularga qarshi bir mavzu boshlanganda hamma qarsak chaladi. Boplading deydi. Hatto hadislarda kelgani daraxt, tosh meni orqamda turibdi, kel, uni o'ldir deydi. Shu darajada, u darajaga borish uchun odam ya'ni o'ta vahshiy bo'lish kerak-da, o'ta vahshiy. Siz masalan xavotir qilasiz, bir odamni o'ldirib qo'ysangiz, qamoqqa tushishingizdan. Lekin bir odam kirdida sizni bolangizga nauzubillah bir kishining bolasini, ayolini, qizini shunaqangi o'ldirsa, u odamning ko'ziga ko'rinmaydi hech narsa. Aytanga uni sudya ham aytadi, malades deydi, men nima qilasan, to'g'ri deydi. Qonun bo'yicha qamashi mumkin, lekin ko'zi ko'rmaydi u yog'ini. Xuddi shuni singari bo'ladi. Bular zulmni cho'qqi darajasiga yetganda Alloh taolo bularga intiqom askarini jo'natadi. O'sha askarlar tarafda bo'lishimizni Alloh nasib qilsin. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Savollar bor edi, qiynayotgan. Sening yana bitta fikr bor, o'sha la'natlangan qavmni hozirgi kundagi butun dunyo bo'yicha yurgizayotgan siyosati va faqat harbiy siyosat. Ideologik siyosat ham yurgizadi bular. Yer yuzidagi islom terror degan fikrni tarqatishlikda bular shaxsan qo'li bor, sarmoyasi bor shularni. Chunki salafiy bo'lgan, radikal bo'lgan jamoalarni bular qo'llab-quvvatlaydiki, dunyoda mana islom terror deyishligi uchun. Va musulmonlarning ichida qayerda ixtilof bo'lsa, bular moliyalashtiradi. Mana shu sunnat inkorchilari bormi, bu xavorijlar bormi, hammasini. Bu Suriyadagi bolalarga esinglarda bo'lsa, hali bu ishlar bo'lmasdan oldin men ularga aytgan edim. Menga qaranglar, qo'ysanglarchi, sizlar faqat musulmonlarni o'ldiryapsizlar. Musulmon davlatlarni parokanda qilyapsizlar. Oldinglarda 2 kilometr nariyoqda G'olon tepaliklari degan joy bor. O G'olon tepaliklariga birortanglar borib, tosham otolmaysizlar. Deganimda bir guruhi chiqqan edi, esinglarda bo'lsa, mana G'olon tepaliklari qayerda joylashgan? Mana biz turgan joy, mana o'rtadagi masofa, sen bilmas ekansan. Qanaqa ekan deyishgan. O'rtada Asad bor, o'rtada Eron bor, o'rtada falon bor. O'shanga boramaymiz G'olon tepaliklariga. Agar shular bo'lmasa boramiz, otamiz deb qahramonlik qilib ko'rsatgan edi. Ana o'sha gapni isbotini ko'rish vaqti keldi. Endi shu gapimni o'sha Suriyadagi yurgan do'stlarimizga tashab qo'yamiz. Sizlar shunaqa dedinglar, o'rtada Eron bor, Asad bor, Rus armiyasi bor.
Bular borligi uchun G'olam tepaliklarga borolmayotgandik. Ularni biz bartaraf qilaylik, borib birinchi shularni uramiz deyotgandik. Toshayotganlar. Qaytanga G'olam tepaliklarida yana 20 kilometr ichkariga kirib keldi ana ular. Yana ham kattaroq joyi oldi. Bu nima desa, mana shu propagandalar bularga siyosiy maydonda ham qo'l kelyapti-da. Bizni musulmonlarning ichimizda mana shunaqangi mana u Abdulaziz Ahmadmi, Abdulaziz Muhammadga o'xshagan, radioga o'xshagan odamlarni yo'naltirib, o'zlari musulmon bo'ladi, bo'ldi. Qolgan hamma xatoda, yo'ldan adashgan qilib ko'rsatadi va shularni islom qilib ko'rsatadi. Mana shular haqiqiy islom deydi. Natijada musulmonlarni dini terror dini ekan degan xulosa chiqadi. O'shaning uchun ixtiloflarda ham biz keskinroq turishimiz aslida, masalan, Bahrom Bakirovga o'xshagan bitta Don Kixotga qarshi gapirsak, unga shaxsiga gapirmayapmiz. Uni orqasidagi la'natlangan qavmga gapiryapmiz o'zi. Ular dinni shubhaga tushirib, qotillik dini qilib yoki faqat Qur'on deyish bilan o'zini fikriga ya'ni burishga urinayotgan harakatlarning orqasida bular bor. Bular faqat harbiy harakat emas, iqtisodiy harakat, ijtimoiy, siyosiy, ideologik harakatlarni ham to'xtatgani yo'q. Biz ularga qarshi faqat hozir mudofaa holatiga tushib qoldik-da. Ular chiqaryapti, biz raddiya beryapmiz. Biz endi o'zimizni ideologiyamizni ham to'g'ri tushuntirishimiz kerak. Salomat bo'ling. Rahmat ustoz, yana bir bor Alloh rozi bo'lsin. Qilayotgan ishlaringiz inshaalloh Alloh o'z ajrini mukofotini bersin. Salomat bo'ling. Amin. Izzatbek so'ragan ekan. Izzatbek, savolingiz bormi? Ha, bor edi. Assalomu alaykum. Qo'raka Va alaykum assalom va rahmatulloh. Rahmat. Qo'raka, aqidadan savolim bor edi. Al-illa masalasida boya Qorakadan so'radim. Vaqtlar yo'q ekan faqat. Allohni sabab yoki shu sababiyot deyish bu kufrmi? Bunaqa degan odam dindan chiqadimi? Dindan chiqsa nimaga tushundim. Chiqadiganlar nimaga tayanib dindan chiqadi deydi. Rahmat. Xo'p, o'zi aslida illa degan sifat yo'q Alloh subhanahu va taologa nisbatan. Hadislarda, Qur'on oyatlarida kelmagan. Bu masala bo'yicha, ya'ni muhaddislarning usuli bo'yicha, usuluddin mutaxassislarining yo'nalishi bo'yicha Alloh taolo o'zini sifatlamagan ism bilan uni ismlanmaydi degan qoida bor. Ana shu qoidadan kelib chiqib, Alloh o'zi nomlamagan ism bilan Allohni nomlash to'g'ri emas. Endi illat deyish, illatni sababdan tashqari ojizlik ma'nosi ham bor-da. Illat bandaga, ya'ni maxluqqa ishlatiladigan narsa. Ya'ni bir narsani sababi ma'nosida. O'shaning uchun Allohga ishlatib bo'lmaydi deyilgan. Bu hali bunaqa mavzular chiqmasdan turib, kalom ilmiga oid mavzular chiqmasdan turib hosil bo'lgan narsa. Lekin endi kalom ilmi bor. Kalom ilmini o'zini istilohi bor. Aqida kitoblarimizda Imom Tahoviy aytadiki, Alloh taolo qadimdir deydi. La avvala lahu deydi. Avvali yo'q, qadim deydi. Qadim degan sifat Qur'onda yo'q, sunnatda yo'q. Kalom ilmida qadim deyapmiz. Biz tushunadigan tilda Alloh taolo qadim, ya'ni qidam falsafasiga javob beryapti-da bular o'zi. O'sha Mu'tazilalarning ichida ba'zi faylasuflar qidam masalasida ixtilof qilgan. Qidam degani dunyo abadiymi, abadiy emasmi? Deganda biz ahli sunna aytganki, abadiy faqat Alloh deyishgan. Shu qidam dunyo emas, qadim Alloh deyishgan. Ana shundan kelib chiqib yozilgan aqida. Muhaddislar bunga e'tiroz bildirgan. Lekin muhaddislarning e'tirozi hadis usuli bo'yicha to'g'ri. Aqida ulamolarining bu lug'ati aqida ilmi bo'yicha to'g'ri. Tushuntirib beradi bular. Illat masalasiga kelsak, illat bu falsafada har narsani sababi bor. Mutlaq sabablarni boshida Alloh bor. Shunga olib boradi. Ya'ni natija shunga olib borish kerak. Oddiy masalan, siz deylik armiyada xizmat qilyapsiz. Siz kanikuliga chiqishlik uchun, ta'tilga chiqish uchun ruxsat so'rashingiz kerak. O'zingizdan bitta tepadan ruxsat so'rasangiz, u ham o'zidan tepadagidan ruxsat so'rash kerak.
u ham o'zidan tepadagidan ruxsat so'rash kerak. Agar buni bir joyda to'xtatmasangiz, tasalsul paydo bo'ladi. Hech qachon bir odam hech narsa qilmay o'tiraveradi. Chunki ruxsat so'ragani ketgan, oxiri yo'q. Sabablar ham shunaqa. Qiziq joyda uzilib qoldi. Uzilish bo'ldi. Uzildimi ovozim? Ha, endi kelyapti domla. Yana uzildi. Yo'lda domla. Endi yaxshimi ovozim? Yaxshi. Tutilib qoldi. Tasalsulga tushadi degan joyi, ustoz. Ha, tasalsulga tushadi. Tasalsul botil degan falsafada gap bor. Ya'ni bir kishidan ruxsat so'rab bir ishni qilaman desangiz, u ruxsat so'rashlik oxiri ko'rinmaydi agar tasalsul bo'lsa. Oxiri bo'lish kerakmi? Ha, demak tasalsul botil narsa. Unaqa narsa bo'lishi mumkin emas. Bu sabab dunyosida ham bularni hammasini yaratuvchisi Alloh degan natijaga borishdan boshqa yo'l yo'q. Ana shu eng oxirgi sabab Alloh deyiladi. Buni kalom ilmida illa deyiladi. Buni illati nima? Buni illati nima? Buni illati nima? Biz illat deganda kalom lug'ati bilan qarasangiz, buni sababi nima? Buni yaratuvchisi kim? Buni yaratuvchisi kim degani. Aqliy mantiq bilan borib oxiri o'sha Farobiyni vojibul vujud degan falsafasi yuzaga chiqqan. Vojibul vujud degani borligi shart bo'lgan borliq Alloh taolo. U Alloh bo'lmasa bo'lmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Boshqa narsalar mumkinul vujud degan. Ana shu sabab dunyosidan qidirib borib topganda deydi. Endi xulosa illat desak kofir bo'ladimi desa, agar biz o'sha kasal ma'nosini, ojizlik ma'nosini kalom ilmiga kirmasdan hadisda Allohning shunaqa illat degan sifati bor desak, unda bu gunoh bo'ladi. Buni halol sansa kofir bo'ladi. Lekin kalom ilmidagi illat bo'lsa, uni yuqorida aytganimdek javobi bor. O'sha javobga ko'ra Alloh taolo musabbibul asbab deyiladi. Butun sabablarni sababkori Alloh taolo deyiladi. Unda kofir bo'lmaydi. Tushunarlimi? Bo'ldi, aka. Tamam. O'sha kichkina suhbatlarda orasida masalan ikkita birodar talashib tursa, sababini qilish kerak, sababi Allohku desa, muammo yo'q-a shunda. Kalom ilmidan tashqari. Yo'q, ha. Mutlaq foil Alloh degan e'tiqodimiz bor. Foil Alloh taolo. Hamma narsani qiluvchi Alloh taolo. Biz endi o'sha sabab dunyosidagi bizga yuklatilgan vazifalarni ado qilamiz. Mutlaq sababni egasi Alloh deyishlikda muammo yo'q. Bo'ldi, tushunarli. Rahmat. Yana bitta aqidadan savol bor ekan, keyin aslini qolib ochamiz. Aqidadan savol ochdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Payg'ambarlar to'g'risida savol bor edi. Payg'ambarlar gunohkormi yoki gunohkor emasmi degan savol. Bizning aqidamizda payg'ambarlar gunohkor bo'lmaydi. Qur'oni Karimda kelgan va asa Adamu robbahu fag'ava oyatida odam Robbisiga osiy bo'ldi degan gapni payg'ambarga nisbatan gunoh ma'nosida ishlatilmaydi. O'zi odatda xitob qilinayotgan taraf, siz gapirayotgan tarafdagi shaxsning maqomiga ko'ra lug'at ikki xil tushunilishi mumkin. Misolda tushunasiz buni. Misol uchun deylik, men sizni yaxshi ko'raman degan jumla. Onangizga aytsangiz boshqacha ma'no ifoda qiladi. Ayolingizga aytsangiz boshqacha ma'no ifoda qiladi. Ayol bilan onaning mavqifi ikki xil bo'lganligi uchun
men sizni yaxshi ko'raman degan jumla ikki xil ifodani beryapti. Alloh taolo osiylik kalimasini shaytonga ishlatgan bo'lsa, u kufr ma'nosi bo'ladi. Payg'ambarlar aytgan bo'lsa, payg'ambarlarga gunoh ma'nosi berilmaydi. Loyiq emas. Nima ma'no beriladi desa, payg'ambarlar hammasi Allohim ya Rob. Uzilib beraman ularda. Uzilib qoldik do'stlar. Ya kelyapti. Domla yaxshi bir o'rtada sal tezlashdi. Ha. Demak, payg'ambarlar gunoh qiladi demaymiz biz. Payg'ambarlarning hammasida ijtihod ixtiyori bo'ladi. Ijtihod ixtiyori. Ularning ijtihodini to'g'rilab turuvchi farishta doim nazorat qilib turadi. Ular ijtihod qiladi, ijtihodida xato bo'lsa, bu xato deb to'g'rilab qo'yadi. Endi u xato biz qilayotgan xato bilan bir xilmi desa, yo'q. Ular savobning savoblirog'ida xato qilishi mumkin. Savobliroq bir amal bor, lekin savob amal bor. Bitta amalga ikkita savob beriladi, bittasiga 10 ta savob beriladi. Agar payg'ambarlar ikkita savob beriladiganini topsa, ijtihodida ularga nisbatan xato qilding deyiladi. Bu ularga nisbatan gunohni nisbatini bermaydi. Masalan, Odam alayhissalom misolini ko'raylik. Odam alayhissalatu vassalomga Alloh taolo jannatdagi narsani yemang dedi. Taqiqladi. Bizning Qur'onning ta'limotida ayol aybdor deyilmagan hech bitta joyda. Ayolning roli yo'q. Qur'oni Karimda faqat Odam alayhissalomga nisbatan aytilgan. Siz qildingiz, siz xato qildingiz qilib. Xo'p, shayton kelib nima dedi? Odam alayhissalomga aytdiki, bu mevani nimaga taqiqladi Alloh taolo sendan? Dedi. Degani bilmadim dedi. Agar sen buni yesang dedi, hozirgi maqomingda abadiy qolib ketasan. O'sha abadiy qolmasliging uchun buni taqiqladi dedi. Endi Odam alayhissalatu vassalomni ijtihodlarini qarang. U kishi Allohning rahmatida yuribdilar, Allohning dargohidalar, Allohga rozi aytayaptilar. Jannat endi. Shu maqomda Allohning rahmatida ko'proq turay deb yeb qo'ygan u kishi. Bu gunoh emas bu. Ijtihoddagi xato bo'lgan. Odam alayhissalatu vassalom xato qildilar, u xato ham ijtihoddagi xato. Topsa bitta savob, topsa ikkita savob, topmasa bitta savobga o'xshagan xato bu. Payg'ambarlarni mana shunaqangi xususiyati bor. Ularni agar biz gunohga nisbat bersak, masalan, xavorijlar bergan gunohga. Mu'tazilalar ham ba'zilari payg'ambarlar gunoh qilgan deydi. Mana hozir ana u Kamol Yo'ldosh chiqib Ibrohim alayhisalom oldin mushrik bo'lgan deyapti. Bizning aqidamizda do'stlar, shuni yaxshilab qulog'ingizlarga quyib olinglar. Payg'ambarlar payg'ambarlikdan oldin ham gunoh qilmagan. Payg'ambar bo'lgandan keyin mutlaqo qilmagan. U sobit narsa. Payg'ambarlikdan oldin ham shirk botqog'iga botmagan bir payg'ambar. Qur'oni Karimda Ibrohim alayhissalatu vassalom quyoshni, oyni, yulduzlarni ko'rsatib, ana meni Robbim deyishlari nima desa, u qarshisida turgan odamlarning aqli salohiyatiga munosib da'vat u. Olyapsiz desa, boshqa joyda ham shuni qilganlar. Misol uchun bayram kuni hamma butlarni sindirib tashaganlarda eng katta butni qo'liga bolg'ani berib qo'yganlar. Chaqirishib, bularni sen sindiringmi deganda, yo'q, kabiruhum degan, kattasi sindirdi degan. O'sha kattasi sindirdi deganda shu gapiga ishonib gapirganmi, yo qarshisida turgan odamlarni aqliga da'vat uchun gapirganmi? Da'vat uchun gapirgan. Xuddi shunga osmonga, oyga, quyoshga meni Robbim deganda, ana odamlarga ko'rdinglarmi, yo'qolib ketyapti-ya. Bu men Robbim bo'la olmasa ekanmi? Allohdan boshqa iloh yo'q degan narsani da'vati uchun bo'lgan. Bular nima deydi? Shirk keltirgan deydi, gunoh qilgan deydi. Shuning uchun bizning aqidamizda payg'ambarlar gunoh qilmaydi. Qur'oni Karimda, hadis shariflarda kelgan, masalan, Nabiy alayhissalatu vassalomni Zayd ibn Harisani qo'lidan ushlab, olib chiqib aytganlar, hali Makka davrida. Bu Zayd ibn Muhammad deganlar. Ijtihodlari. Ya'ni
Qulga eng zo'r muomala qilyaptilar. Qulni ozod qilyaptilar, o'g'il qilib olyaptilar. Xalqqa o'rnak bo'ladi. Rasulullohning ijtihodlari. Alloh taolo oyat nozil qildida, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum" dedi. Muhammad sizlarning ichinglardagi hech bittalarni dadanglar emas dedi. Bu to'g'riladi mana. Vahiy to'g'rilab qo'ydi Rasulullohning bu ijtihodlarini. Lekin u gunohmidi? Mana hozir aytsangiz bir odam deylik, falonchi meni o'g'lim deb da'vo qilsa, gunoh bo'ladi. Rasululloh keyin hadislarda aytganlar ham, kimda kim o'g'li bo'lmagan odamni meni o'g'lim desa, Allohning la'nati bo'ladi deganlar. Kimda kim dadasi bo'lmagan odamni meni dadam deb da'vo qilsa, Allohning la'nati bo'ladi. Endi Rasulullohning yuqoridagi qilgan ishlari keyingi aytgan gaplariga to'g'ri kelmayaptimi? Yo, to'g'ri kelyapti. Oldin qonun joriy bo'lmagan edi. Rasululloh ijtihod qilgandilar. Qonun joriy bo'lgandan keyin qonunni qo'llab-quvvatlaydigan hadislarni aytyaptilar. Boshqalari ham shunaqa ijtihod qilinadi. Masalan, Badr g'azotida asrlarni maslahatini qilganlar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu fidya olib qo'yib olaylik deganlar. Hazrat Umar hammasini o'zini qarindoshiga beraylik, o'ldirsin deganlar. Islom izzatini ko'rsatib qo'yaylik deganlar. Shunda payg'ambar alayhissalatu vassalam bu Ibrohimning misoliga o'xshaydi, bu Musoning misoliga o'xshaydi deb ikkalalarini misol qilib turib, men anaqani tanlayman deb Abu Bakr radhiyallohu anhuning tavsiyasini tanlaganlar, fidya uchun jo'natganlar. Orqasidan oyat nozil bo'lgan. Turiduna zinatal hayatid dunya, shu ma'noda oyatlar nozil bo'lgan. Sizlar dunyo ziynatini, dunyo matosini istaysizlar. Alloh esa oxiratni istaydi degan ma'noda oyatlar nozil qilgan. Hazrat Umarning gapi to'g'ri edi. Sizlar dunyoni xohlayapsizlar dedi. Bu Rasulullohga nisbatan agar o'zlari yozgan bo'lsalar o'chirib tashlaydigan gapda bu. Alloh nozil qilgan va Rasulullohning bu ijtihodlarini xato degan. Xatoligi gunoh emas. Ikkalasi ham savob. Savobi ko'prog'i narginisi edi. Izzatga, sharafga unisi ma'qul edi deyapti. Bunaqa misollarni ko'p keltirish mumkin. Menimcha yetadi. Domla Davud alayhissalomni kichik boyagi bir qo'ydi nima qilib keladimi? Yo'q, ko'z ko'r keladi. Bu ham shunday ta'vil qilinadimi? Davud alayhissalatu vassalomni o'sha masjidda o'tirganlarida ikkita odam kirib keladi devordan oshib keladida, kelib mana buni deydi 99 ta qo'yi bor, meni bir dona qo'yim bor. 99 ta qo'yi bo'lib turib, meni bitta qo'yimni tortib olib qo'yyapti. Nima deysiz degan. Deganda u kishi sen zulm qilsan deganlar. Uni eshitmasdan turib. U kishi endi xalqqa hukm chiqaradigan odam. O'ylasangiz, libo odam aytadi-da. Adolat tomon, qaysi tomon? Ana u mazlum taraf. Zolimga gapirish kerak. Lekin payg'ambarlarga bu loyiq emas. Payg'ambarlar ikkinchi tarafni ham eshitish kerak. Payg'ambarlarning merosxo'rlariga ham shu vazifa, ikkinchi tarafni eshitish kerak. Ya payg'ambarlar menga unchalik ahamiyat kasb qilmaydi desa, xohlaganini gapiraveradi odamlar. Ana o'sha zahoti ikkita farishta buni aslida ta'lim berish uchun kelganligini isbotidan bu odam o'ziga o'zi hukm qildi deyishdi-da, farishtaga aylanib chiqib ketishdi, uchib ketishdi. Shunda sajda qilganlar Davud alayhissalom. Allohga qilgan xatolari uchun. U xato yuqorida aytganimizdek. Hozir xato deya olaysizmi misol uchun? Deyolmaysizki 99 ta qo'yi bor odam, bitta qo'yi bor odamni qo'yini tortib olib qo'yyapti. Hech kim xato deya olmaydi. Bitta xato bor nima? Ana 99 ta qo'yi bor odamdan ham eshitish kerak. Ana shuni ta'lim uchun kelgan edi. Bu ham demak ijtihodiy bo'ldi. Bunaqalar ko'p. Masalan, Yusuf alayhissalatu vassalomni o'sha aziz xotini bilan Zulayho bilan Ovoz kelmay qoldi, hozir qaytadi domla. ovoz eshitilyapti menda? Ha, endi kelyapti. O'sha Azizda xotini bilan degan joyda to'xtab qoldi. Ha, Zulayho aziz xotini bilan Yusuf alayhissalatu vassalom hodisasini Alloh taolo zikr qilganda ikkalasiga ham, ya'ni Yusuf alayhissalomga ham, aziz xotiniga ham bitta fe'lni nisbat bergan.
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. Ya'ni وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. Hammat degani ham kalimasi istadi, xohladi ma'nosi bor. Ya'ni Zulayho zinoni xohladi deb ma'no beriladi. Va hamma biha, Yusuf ham Zulayhoni xohladi degan ma'no bera olamizmi? Yo'q, ba'zilar bergan. Ba'zilar bergan boshqa Isroiliyotlarda bor. O'shalarni dalil qilib keltirishadi, mana bu ham zinoga moyil bo'lgan deyishadi. Yo'q. Biz nima deymiz? Payg'ambarga payg'ambar axloqining munosibi bilan javob beramiz. Zulayho zinoni xohladi. Yusuf zinodan qochishlikni xohladi deyiladi. Va hamma biha desa, o'sha Zulayho bilan zino qilishlikdan qochishni xohladi deyiladi. Taqdirda shunaqa gap bo'ladi. O'shanda payg'ambarga munosib bo'ladi. Yuqorida aytdim, bu bormi dalil desa bor. Onasiga aytgan yaxshi ko'raman bilan xotiniga aytgan yaxshi ko'ramanning farqi bor. Bittasi mehr bilan, bittasi ishq bilan bog'liq. Xuddi shuni singari bo'lgan. Yusuf alayhisolatu vassalom ijtihod qilganlar o'tda, o'sha chaqirganda borganlar, lekin Alloh taolo u kishiga dalillarni, hujjatlarni ko'rsatgan, qochganlar. Hop, Kalom ilmi haqida deyishdi. Assalomu alaykum. Ustoz va yaxshimisiz? alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bir savol anchadan beri o'ylantiradi-da, shu masalan Allohning vajhi, Allohning yadi, shu mavzularni katta mavzular deb o'rgatishganda, shu mavzularda avom xalqqa olib chiqishlik qanchalik to'g'ri? Agar mumkin bo'lmasa, nimaga buni kavlashyapti? Shu haqida savolim ustoz. Rahmat, sog' bo'ling. Buni ko'p gapirdik. Buni kalom ilmi har doim bahs boshlanganda, o'sha Yusuf davronlar chiqib gapirishni boshlaganda men aytganman. Bu 100 yil atrofida islom ummatini boshini garang qilgan, ko'p ahli ilmlarni boshiga tashvish yog'dirgan, oxiri oqibatda nuqtasi qo'yilgan va mutaxassislar shug'ullangan narsa. Hatto Mu'tazilalarni ham mutaxassislari shug'ullangan. Oddiy odamlar kirmagan bu masalaga. O'shaning uchun buni nima ko'taryapsizlar degan. Hatto Imom G'azoliy kitob yozgan. Abu Hamid al-G'azoliy kitob yozgan. Kitobning nomini qarang. Iljamul avam an ilmil kalam degan. Avomni kalom ilmidan tizginlash, sotib turish, kalom ilmiga kirgizmaslik ularni. Kalom ilmini ommaga chiqarish, omma tushunmaydigan masala, ulamolar o'rtasida bo'ladigan masala bo'lgani uchun fitnaga sabab bo'ladi. Adashmasam Dastuqiy aytadiki, kim fitnachi degan savolga javob berganda aytadiki, ulamolar o'rtasidagi masalalarni omillar orasida oshkor qilganlar fitnachi degan. Xo'p, nima uchun buni qilishyapti desangiz, buni bir qancha sabablari bor. G'urur bor. Hech kim meni eshitmayapti-yu, hech kim aytmagan gapni gapirsam eshitib qolarmikin degan hop, uzildimi? Ulandikmi endi? Ulandi. Hatto uzilib qoldi. Kalom ilmini eshitmaydi meni, bir anaqa olib chiqsam, bunaqa gapni aytsam eshitib qolar degan ma'noda g'urur bu. O'sha g'urur bor, o'shaning uchun ko'taradi ba'zilari. Endi ba'zilarida taktika bor. Taktika nima? Avom xalq tushunmaydigan masalani tarqatsa, jamiyatning ichida ixtilof paydo bo'ladi. Natijada o'sha shu fitnani ko'targan odamlar dindan, haqiqatdan, adolatdan gapirayotganga o'xshab ko'rinadi jamiyat ichida va mana bizning jamiyatimizdagi yoshlarimiz xalqning ichida ixtilof qilib, jamiyatga sig'may qolganda majbur ularning oldiga boradi. O'shaning uchun qilinadi. Bo'lmasa nima keragi bor? Dasturxonning ustida qo'l ko'tarib duo qilish bid'at deyishi. Nima keragi bor? Doim qilinadigan narsa. Hatto arablar kelib havas qildi shuni. Ba'zi ulamolar kelib. Bizda duo masalasi umuman ko'tarilgan, hamma uni o'zi duo qiladi-da, lekin sizlarda ommaviy bor ekan duolar. Ommaviy dasturxonga o'tirsak ham, tursak ham
Sunnat deb qilmaymiz, duo qilamiz, bo'ldi, bir-birimizni duo qilamiz. Shuni bid'at deyapti. Sunnat deb qilsa bid'at bo'lar, balki. Lekin surishtirsangiz, unija bid'at joyi ham yo'q o'zi. Qo'l ko'tarib duo qilish bor, duoning munosabatlari bor. Nima uchun ko'taryapti? Bolalar ixtilof qilsin. Dadalar bilan kelishmasin. Mahallada u vahobiy degan nom chiqarsin. Keyin qochsin, bizga kelsin. Bu ham bitta taktika. Buni biladiganlari juda kam, pastdagilari juda ko'pchiligi o'zini g'ururi bilan mana shu taktikaga xizmat qiladi. Ixtilof bo'lsa, islom ummati zaiflashadi. Ixtilof qachon bo'ladi? Bilmagan odam mavzuni gapirishni boshlasa ixtilof bo'ladi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu aytganlar. Bilmaganlar jim turganda edi, fitnalar bosilardi degan. Bilmagan jim turish kerak-da. Unaqa emasda hozir bilmaganni gapirib turishyapti. Tushunarlimi? Tushunarli ustoz, rahmat katta, Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Asliddin qoriga bir navbat beraylik. Asliddin qori gapiring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Domlo, Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. domlo shu shiyalar bilan suhbat qilganlikda biz aytuvdikki, sizlardan mana ahli sunnatdaqa bitta ham qiroat sobit bo'lmagan. Keyin ular aytishdiki, Osim qiroati shiyalardan kelgan deyishdi. Shu masalani bir yoritib bersangiz. Ya'ni biz to'g'ri aytganmi yo o'sha yerda yo yo'qmi? Endi shiyalik masalasini aslida ajratib olish kerak. Shiyalik masalasi dastlab to'g'ri bo'lgan. Chunki asosan o'sha Yazid davridan keyin ahli baytga nisbatan qattiq zulm boshlanganda, ahli baytga nisbatan kim yordam bersa shiya deyilgan. O'sha davrlarda. Shiyalarning ichida u davrlardagi haq yo'ldan og'ib ketganlari rofizalar bo'lgan. Masalan, Abu Hanifa shiya ittihomi bilan qolgan. Abu Hanifani shiya deganlar ham bor. Nimaga u shiya deysanmi? Ja'far Sodiqdan dars olgan. Undan tashqari o'sha Zayd ibn Alini qo'llab-quvvatlagan. Haybaraga qarshi bu xalifa bo'lish kerak deb 10 ming dirham pul ham bergan unga. Ahli baytdan bo'lish kerak xalifa degan ma'noda. O'shaning uchun u kishiga shunaqa qilingan. Fathul Boriyda Ibn Hajar Asqaloniy Imom Buxoriyning roviylaridagi ba'zi odamlarning tahlilida keltirgan. Bu odam shiya degan ma'noda. Buxoriy bir 8 tacha shiya odamdan hadis rivoyat qilgan. O'shaning ostida aytadiki Ibn Hajar, shiyalik ikki turli bo'ladi. Bittasi o'sha yuqorida aytganimdek, mazlum tarafda turish, ahli baytga nisbatan zulm qilinganda qattiq turishgan. Ba'zilar berkitganda ahli bayt tarafdoriligini, ba'zilar ochiq aytgan. Ana shu ochiq aytganlarni shiya deyishgan. Ikkinchi toifasi bor, ular yo'ldan olgan, adashgan. O'sha yo'ldan olganlari, adashganlari rofizalar, turli radikallar bor, g'urobiy deganlari bor. Shiyalarning bir qancha tur jamoalari bor. Ular o'sha avvalgi shiyalikdan adashgan, ulardan hadis olmaydi. Hatto o'sha Ali Madiniyga o'xshagan, Sufyon Savriyga o'xshagan muhaddislar aytadiki, ahli bid'atini qo'llaydigan hadis rivoyat qilsa olmaydi. Bid'atiga aloqador bo'lmasa, o'zi ishonchli bo'lsa, undan hadis olsa bo'ladi deydi. Lekin rofizalarni deydi, shiyalarning o'sha radikallarida. Rofizalarning bid'atini qo'llamaydigan hadisi ham olinmaydi. Nimaga desa, to'qilgan hadislarning 99% rofizalarga to'g'ri keladi. 99% to'g'ri keladi. Qolgan 1% keyin tavba qilib, biz palon hadislarni to'qiganmiz deb aytgan. Lekin bular aytmagan. Hali hanuz to'qima hadislarni ular rivoyat qilib yuradi. Demak, shundan kelib chiqadigan bo'lsak, Osim, Hafs tariqatidagi qorilar ahli bayt taraf bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin bugungi kundagi bu shiyalar yoki rofizalardan bo'lmagan aniq. Qara shu. Tushunarlimi?
Ha, ya'ni ular политический partiya bo'lganda, ya'ni Siyosiy harakat, ha? siyosiy harakat bo'lgan. Shuning uchun ulardan qiroat sobit bo'lgan bo'lishi mumkin u shiyalardan. Yo'q, bu yerda siyosiy bosimga ulamolar bo'ysunmagan hech qachon. Siyosiy bosimlar, masalan, o'zini iqtidorini qo'llab-quvvatlash uchun Abdulmalik ibn Marvon mana shu hadis, mana shu oyat Ali haqida to'g'rimi deb so'ragan anaqadan. Ibn Shihob az-Zuhriydan. Deganda kishi yo'q degan. Bu Ubay ibn Salul haqida degan. Yo'q, shu Ali haqida emasmi degandan keyin suku bergan hattoki. Otasi yo'q degan. La abanlak degan. Otasi yo'q. Nima deyapsan degan. Bu hadis degan, bu oyat anaqa haqida, Ali haqida emas degan. Ya'ni iqtidorga qarshi ilmiy makonatni ushlagan ulamolar. Bitta yarimtalari ta'riz qilgan bo'lishi mumkin yoki butun bir jamoat jim turgan bo'lishi mumkin, lekin Imom Ahmadga o'xshagan ulamolar chiqib, albatta haqni gapirib turgan. Qur'on qiroatida qanaqadir siyosiy elitani ta'siri yo'q. Bu faqat ilmga bog'liq. Qur'on oddiy ish emas-da. U hamma ham yodlolmaydi. Qur'onni yodlagan, bilgan, uni atrofida bo'lgan odamlarga hamma muhtoj bo'lgan. Mana Hazrat Umar radhiyallohu anhu keldi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning oldilariga. Qur'onni bir kitobga jamlaylik deb. Dastlab yo'q dedilar. Rasululloh qilmagan ishni qilmayman. Keyin ko'ngillari moyil bo'ldi, bo'pti deyishdi. Ikkalalari kimga kelishdi? Zayd ibn Sobitga kelishdi. Zayd ibn Sobitga nima uchun kelishdi? Qori edi u. Xalifa siyosiy bosqin qilib o'zini gapini, o'zini eshitgan qiroatini kirgizolmaydi. Qori turibdi o'rtada. Qoriga yuklatildi, u lajna tuzdi, lajna bilan Qur'onni to'plandi. Qara shu. Hop, Adminlarimiz savol bor ekanda, hozir to'xtab turasizlarda Muhammadiy qorini ochib qo'ydim, keyin berasizlar. Muhammadiy qori savolingiz bormidi? Assalomu alaykum, domla va tinchsiz. alaykum assalom va rahmatulloh. Rahmat. Domla mana shu mana Husiylarni to'g'risida edi, shu bir mana ham bir narsa o'qib oldim. Shu Yaman qurolli kuchlari AQShning shu Yamanga qilingan hujumlari to'g'risida. Keyin shu Yaman armiyasi Allohga tavakkal qilib, mana tajovuz to'xtab G'azo qamalni olib tashlamaguncha tijorat kemalarini to'sish va G'azodagi birodarlarni qo'llab-quvvatlashni ishlarini davom ettirishni e'lon qildi, deyapti. Shunga shu Husiylarni Alloh rozi bo'lsin deb duo qilsak bo'ladimi shuni deb so'ramoqchi edim. Shu Husiy Zaydiymi, Husiymi? Menimcha bo'lmaydi, chunki Husiylar o'yin juda ham kam toifa. Rasulullohni qo'llab-quvvatlab turiladi. Xuddi masalan, xalifa e'lon qilgan Bag'dodiyning jamoasiga o'xshagan bir jamoa. Yamanda hamma ulardan bezor. Yaman aholisi, ahli sunna ulamolar hammasi bezor. Ular radikal odamlar. Ya'ni qon, halol, harom farqiga bormaydigan jamoat deyishadi ularni. Ular endi bu butun dunyoda bizning gapimizni eshitsin degan masala uchun ko'tarishyapti-da. Hech narsa qilmaydi ular bunaqa. Gapirib qo'yaveradi. Balki ular bilan aloqasi ham bo'lishi mumkin. Shunaqangi radikal ko'rinib tursa, ularni urushga oson bo'ladi, atrofini kuchsizlantirib turishga oson bo'ladi. Siyosiy o'yin meni yana anaqa, men o'zim shaxsiy tahlilim, agar birorta ma'lumot haqiqatda hujjatga suyangan bo'lsa, unda ergashamiz. Aha. Domla yana bitta shu Usmon Xomis degan bir ulamo bor ekan, shu soxta salafiylardan qilsa. Shu aytayapti ekanki, shu Hamasni shu yo'q qilish kerak, shu adashgan toifa ular bu deb qattiq qilibdi. Ko'p musulmonlar shu Hamasdagilar xafa bo'lib aybdor qilyapti ekan. Shu Eron anaqasini birodarim, akam deganligi uchun shu Abu Ubaydami degani akam degan ekan. Shunga aybdor qilibdi. Shunga shu insonni bir tavba qildimi? Ha, tavba qildi, chiqib men nimaga aytib yordim shuni? Qanaqa og'zimdan chiqib ketdi deb uzr so'radi. Butun ulamolar chiqib uni mazasini qochirishdi. O'zi salafiylikning ahvoli shu-da, salafiylik adolatni gapirganga o'xshab ko'rinib turadi-da, bir joyga kelganda shunaqa ish qiladi, u faqat musulmonlarga zarar bo'lib chiqadi. U adolat deb anu soqolni uzun qo'yib olib,
bizdagi anu Fazliddinlar borki hozir Xitoyni baqirishni boshlagan. Sanga nima aloqasi bor O'zbekistonda emassan-ku sen? Adolat ko'rsatadi. Bitta joyga kelganda shundoq xiyonat qiladi, shundoq sotadi hammani. Shu Misrda Nur degan jamoat bor, salafiylar jamoasi. Sisi to'ntarish qilganda, Mursini ag'darganda. Sisini kim qo'llaganda o'ylaysiz? Birinchi. Ana shu Nur qo'lladi. Birinchi bo'lib biz sen bilan birgamiz, boplading bularni dedi. Shunaqa odamlarda bular. Bularga qanaqa? Bular любой narsani qilsa hujjatga to'g'ri kelaveradi bularniki. Siz ularga bir raddiya bersangiz, siz ularni qilgan ishini nima qilyapsanlar desangiz, ana beodob, ana axloqsiz ekan bu deyishni boshlashadi. Salafiylik o'zi mana shunaqangi ummat ichidagi muammo. Buni ham uzoqqa qolgani yo'q kuni. Bu ham bir kun barham topadi. Ahli sunna baribir maydonda qoladi. Bugungi kunda yer yuzida ko'ring, zolimga qarshi kim urushyapti? Ahli sunna. Kim g'alaba qilyapti? Ahli sunna. Bu Afg'oniston. Ahli sunna shular. Allohu akbar. Dunyodagi zolimlarni eng kattalarini machag'ini chiqarib yubordi. Eng kattalarini. Machag'ini chiqardi demayligu, sharmanda qildi ya'ni. Ular ustidan g'alaba qildi. Tarixda ham shu. Qudusni birinchi fathi Hazrati Umar, ikkinchi fathi Salohiddin Ayyubiy, Konstantiniya fathi Muhammad Fotih. Yana qayerda? Mo'g'ullarga qarshi janglarda faqat ahli sunna birlashgan, sufiylar birlashgan. Bo'ldi, shular hal qilgan. Havorishlar qo'liga qurol tushgan zahoti musulmonni qilishni boshlaydi. Qo'liga qurol tushgan zahoti musulmonni boshiga balo bo'ladi. Suriyadagi holatni men g'alaba deb atamayman. Suriyada mag'lubiyat. Hali ham mag'lubiyat. U la'natlangan qavm kirib kelib joyini egallab o'tiribdi. O'shaning uchun salafiylik bu panoh so'riladigan bid'at toifa, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ma'qulmi? Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Elchi, assalomu alaykum, savolingizni bering. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Domla Va salomatmisiz? alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat. Ha, menda har doimgidek savollarim ko'p, lekin hozir ikkitasini beraman, Bismillah. agar ruxsat bersangiz. Hop. Hop, birinchisi muhimrog'i, o'sha ba'zi bir ko'rsatuvlarda ko'rib qolyapmizda, sizni 2019-yilda o'sha ulamolarni mazhara qilishlik, johillik va nodonlik degan maqolangiz bor-ku. Aha. O'shani o'qigandan keyin ulamolarni umuman o'sha ahli ilm ulamolarni masxara qilishlik xulosaga kelingan o'sha kofirlarni va munofiqlarni ishi. Endi o'sha men ko'rgan qaysidir ko'rsatuvda, nomini aytmayapman, lekin bilaman. O'sha ko'rsatuvda suhbatda aytayaptiki, imomlar tanqid qilinishi kerak, ular ham xato qiladi degan so'zlarda aytayapti. Ularni tanqid qilishdan qo'rqmaslik kerak deyapti-da va imomlarga nisbatan yosh bolalardek, yosh bolani gapirgandek gapiryapti. Endi bu holatda qanday tushunamiz biz endi ularni? Endi ular o'sha yoki Rossiya paytida, SSR paytida realistik adabiyot yo'nalishida bir qolipda ziyoli deb nom topib qolgan odamlar. Ular o'zini juda katta oladi. Hazrat rahimahullohni ham ular bir tiyinga olmaydi. Hazratni ham kitoblarini ustidan maxsus tashkilotlarga yozib bergan odamlar shular. Men juda ko'p narsadan xabarim bor. Bular meni o'shanga yomonotlik qilishga harakat qilyaptiki, bundan chiqqan gapga xalq ishonmasin. Men o'zim guvohman, o'zim kirganman o'sha siz aytayotgan odamning oldiga. Kirsam Hazrat kitoblari turibdi. Bundoq yig'ishtirib olyapti men kirganimda. Endi shundagi imloviy xatolarni men yozib berishim kerak ekanda, maxsus anaqalar so'rayapti deb menga aytgan, e'tirof qilgan o'zi. Hazratni iymon degan kalimani ye bilan yozardilar, Isoni ye bilan yozardilar. Mana shuni tanqid qilib, karaka qilib ustidan kulishardi. Ashi ziyodiylar. Oxir oqibatda mana shunaqangi joyga kelishdi. Ular yana qaytib aytaman, butun ummat bizga quloq solish kerak deb o'ylaydi ular. Ulamolarni, imomlarni tanqid qilish kerak. Tanqid qil, sen kimsan sen? Tanqid qiladigan maqomdamisan? Tanqid o'sha qilinayotgan taraf bilan eng kamida saviyangiz teng bo'lsa tanqid bo'ladi. Undan past bo'lsa haqorat bo'ladi yoki hasad bo'ladi. Hasad bor odam ham gapiradi. Masalan, hozir men
valaddaduni gapirsam, valla manaqa desam, birortadan gapimni eshitadimi? Yo'q. Eshitganim aytadi, bu deydi hasad qilyapti deydi. Bu anaqa Bahrom chiqib aytibdi-yu, Abrom Muxtoraliy menga hasad qilyapti deb. Ha. U hasad qilishlik uchun unga yarasha bo'lish kerak-da, nimadir bo'lish kerak. Tanqid ham shunaqada, u chiqib olib ulamolarni obro'sizlantirish Qur'oni Karimning oyatida sobit munofiqlarning ishi. Ularni qadrini ko'tarmaslik Allohning shiorlariga qarshi yurish hisoblanadi. Alloh taolo qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un degan. Rasuldan oldin oyatni aytgan. Oyat belgi shu. Allohni, uning oyatlarini, uning rasulini masxara qilasizlar. Istehzo qilasizlar, kamsitasizlar. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum degan. Uzr aytmanglar, iymondan keyin kofir bo'ldinglar degan. Mana shu oyatda Alloh o'zidan keyin oyatlari deyapti. Sababi nuzulda qorlar turibdi shu yerda. Ayatihidan murod Allohning shiorlarida, qori Allohning shiori bo'ladi. Olim odam, masalan, bitta odam boshiga do'ppi kiyib olib, sallani o'rab turib, shunda Qur'onni ochib bir narsani gapirsa olim bo'lib qolmaydi. Xalq ham uni qabul qilmaydi. Olimlik do'stlar rizq boshqa rizqlarga o'xshagan. Man aqodaha aqoda halvun vafir deganlar Rasululloh. Kim mana shu rizqni olgan bo'lsa, eng tugal rizqni, eng qimmatbaho to'kis rizqni oldi deganlar. Bu tanqid qilinadigan, obro'si tushiriladigan anaqa emas. Bu degani ular ma'sum, so'ralmaydi, nima qilsa qilaveradi degani emas. Uni o'zini joyi bor. Muftiy uni chaqiradi. O'ziga tengdosh ulamolari, sinfdoshlari chaqiradi. Shu joyni tushunmay qoldim. Ha, ovoz kelmay qoldi menga. Muftiyni ham tengdoshlari bor deyaptilar. Chaqiradi, o'tiradi deyaptimi yo tanqid qiladi, gaplashadi deyaptimi? Ovoz kelmay qoldi. Qaytadan gapirtiramiz endi, domlan shu joyni tushuntiring endi deymiz. Uzilib qolyapti do'stlar. Endi yaxshimi? Eshitilyaptimi? Yaxshi. Shu tushunmay qoldik. Domla oxirida boyagi kimni tengqurlari bor deytirirdingiz, muftiy hazratlarinimi? Ha, ulamolar masalan imomlarni tanqid qilish kerak, tanqid qilaveradi deb umumiy gapirib hammani oldiga imomlarni go'sht qilib tashlashlik noto'g'ri-da bu. Bu munofiqlarni, islom dushmanlarining taktikasi bu. Buni bir musulmon odam aytayotgan bo'lsa, o'shalarni taktikasini, ularni istagini amalga oshirayotgan bo'ladi xolos. Lekin imomlar, ulamolar xato qilmaydi degani emas. Ularga o'ziga yarasha, o'ziga tengqur, masalan muftiy hazratlar chaqirib, uni tanqid qilishga haqqi bor. Falon narsangiz xato deb, ommaning ichida aytilmaydi uni ham. Bitta misol keltiray fiqhdan, shuni solishtirib olasizlar. Hayit namozini o'qiyapti imom. Hayit namozi. Namozda adashib ketdi. Namozni qaytadan o'qiydimisa yo'q deydi. Nimaga desa, imom izza qilinmaydi deydi. Hatto do'stim, hatto hayit namozini o'qiyotganda tahorati yo'qligi esida yo'q. O'qib bo'lgandan keyin tahorati yo'qligi esiga tushdi. Nima qiladi desa, indamaydi. Butun jamoat qaytadan to'plab bo'lmaydi, imomning sha'niga yaxshi gap bo'lmaydi. O'shaning uchun bo'ldi. Bu bir marta o'qiladigan namoz farz emas, vojib o'tkazaveradi.
Mana shu misoldan kelib chiqilib aytiladiki, imomlarning sha'ni bizning sha'nimiz qadar, bizdan sha'nimizdan ustun turadi. Allohning shiori deyiladi. Va abillahi va ayatihida ash ulamolar kelgan Qur'onning oyatida. Allohni, uning oyatlarini masxara qilasizlarmi? Rasuldan oldin turadi. Nimaga desa, chunki Rasul ham ilm asosida, vahiy asosida rasul bo'lgan. Allohning shiorlari ustun turadi. Uni ulug'lash kerak, uni balandga ko'tarish kerak deydi. Endi tanqid qilish kerak degan gapdagi umumiylik ko'p odamni aldayapti-da. Umumiy to'g'riga o'xshaydi. Masalan, ba'zi odamlarda shunaqa gap bor. Unga to'g'ri gap gapirsangiz, inson zot xatokor deb qo'yadi. Umumiy gapda bu. Masalan, mazhablar Abu Hanifa mazhabiga ergashish kerak desangiz, payg'ambarlardan boshqa hammada xato qilish anaqasi bor, tabiati bor. Bu gap qanaqa gap? Umumiy gap. To'g'rimi? Asli to'g'ri. Lekin maqsadga muvofiq ishlatilyaptimi? Yo'q. Nimaga? Bunaqangi umumiy gapirib turib, bularning ichida xato bo'lishi mumkin deb mazhabni inkor qilish haqqi yo'q-da. Masalan, Bahrom Bakirov aytayapti. Bir suhbatda meni suhbatim bahs yaptı ekanda o'zicha. Va shit to'pay bor ekanda. Men endi aytganman o'tda. Imom Buxoriy rahimahullohni sahih to'plamlarini qo'yamiz. Любой kesin. Degan, yana qarang. Любой kesin deyapti shu gapiga. Bu kibr bu. Bu mutakabbirlik bu. Deb Qur'ondagi mutakabbirlar haqida Ovoz kelmay qoldi domla. Menda ovoz yo'qmi? Yo'q, menga ham domla chiqib ketdi. Hozir kirsa kerak. Kelmay qoldi o'zi. Mayli, zo'r gap bo'lyapti. Uzilsa ham eshitamiz. Kesib tarqatadigan gaplar bo'ldi 3-4 ta. Men ham eshitib hayron qoldim. Hali savol berilyapti-da, tanqid qilish mumkinmi deb turib, boshdan oxirigacha tanqid qilib tashladi-da. Ana Akrom bor-ku, ana undagi Amerikada yurgan. Baqir-chaqir qilib yuradi-ku tentak. O'sha ham shunday aytdi. Sahobalarni xatosini aytadigan, tanqid qiladigan darajamiz bo'lish kerak bizda. Qilgan-ku xatolar deb gapirdi-da. Shunaqa befahmdi. Domla keyin. Domla gapirayotgan bo'lsangiz ovoz kelmadi. Yana chiqib ketdi. O'zi ham asabiylashadi mana shunaqa paytda. Shuncha gapirgan bo'ladi, gapi kelmagan bo'ladi. Keyin nima imomlarni nima obro'sizlantirsang, bolangdan qori chiqmaydi dema deyapti-da. Nimaga unaqa deyapti? Hayron qoldim-da. Bularni mezoni qaysi? Bizniki qaysi? Qaysi mezon bilan gapiryapti? Endi qaytariq maqsadidagi narsalarni bular unaqa demaysan bo'laveradi. Domla qaytdi qani. Domla bormi gap?
Hozir endi. Aha, kelyapti endi. To'xtab qoldi Bahrom haqida-da. Kibr haqida ketadi. Boyagini Kibr, qo'yib mutakabbir. yuboribdi-ku. Ha. O'sha raddiyani ahvolini qarang. Raddiya men uni chaqiryapman, yuzma-yuz kellaring. Luboyin kellaring, o'tiramiz, gaplashamiz. Sal to'xtatyapti-da, ana mana shu kibr deb kibr haqidagi oyatlarni o'qib, mana shu mutakabbirlik deyapti. Davomini qo'ysa davomida nima deyapman? Mabodo Buxoriydagi hadislarning qaysi biridir Qur'onga to'g'ri kelmaganligini, matnini isbotlab bersang yoki Buxoriy keltirgan sanatda kimnidir yolg'onchi ekanligini isbotlab bersang, qo'limni ko'taraman, tavba qilaman, sen aytgan yo'lga yuraman deyapman. Endi bu kibr bo'lmay qoldi-ku. Kibrli odam unaqa demaydi-ki. Masala kibrga aloqasi yo'q narsa ekanki. Yuzma-yuz kelishdan qochishlik uchun shunaqangi umumiy gapdan foydalanadi. Keyin nima deyapti? Men qat'iy isbotlab bera olaman uni deydi. O'lib ketgan hammasi. Sahobalarda hatto munofiqlar bo'lgan, payg'ambar bilmagan deyapti. Ya'ni Qur'ondagi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum degan oyat borda, munofiqlarni siz bilmaysiz, biz bilamiz deb. Keyinchalik uni bildirganligi haqidagi gaplarni sekin bekityapti-da, sahobalarda umumiy ma'noda munofiq bo'lgan deyapti. Ichida munofiqlari bor deyapti. O'shaning uchun ishonchsiz ularning gapi deyapti. Buxoriyda ham qancha odamlar bor, uni ham bilaman men deyapti. Ana shu umumiylik savolni javobi emas, do'stlar. Masalaning yechimi emas. Umumiy hamma biladi uni, ha. Shunaqa bo'lishi mumkin. Inson hammasi xatokor. Payg'ambarlardan boshqa hamma gunoh qiladi. Yanglishadi, to'g'ri. Lekin Buxoriy nima o'rtaga qo'ydi? Ana shuni isbotladi-da. Mana palonchi dedi. Men dedi, buni dedi, adolatini isbotladim dedi. Jarhini aytgan, buni adolatsizligini isbotlagan odam bo'lsa, qo'l ko'taraman dedi. 1000 yildan beri bu maydonda turibdi, hech kim unga qarshi bir og'iz gap gapira olgani yo'q. Xuddi shuni singari imomlarni tanqid qilish kerak deyishlik umumiy gap bu. Tanqid umumiy gap. Kim qilish kerak, qachon qilish kerak, qayerda qilish kerak? Bularni hammasi tafsilot talab qiladi. Bu narsalarni aytmasdan turib umumiy gapirsangiz, butun xalq oyoqqa turish kerak. Xohlagan haqoratini tanqid deb talqin qilish kerak. Bunaqa bo'lmaydi. Tushunarlimi? Keyin haligi siz bular xoin degan odamni haqiqatni aytganligi uchun qochib ketdi degan jumlani ham ishlatdi-da. Ketdi deganligi uchun haqni aytdi, u ketdi dedi keyin. Maqsadligida u o'sha gapni gapirib, uni gapirishdan ko'zlagan maqsad bo'lish kerak-da, yechim bo'ladimi? Shu gapni gapirsam yechim bo'ladimi? Bizda mana bu usulda qoida bor. Kim Shayxul Islom Bazdaviy aytadi. Aytadiki, sen deydi, bir gapni gapirsang, qarshingdagi odam nima javob berishligini taxmin qilsang, ya'ni bilsang taxminan, o'shani bergan javobiga sen javobgar bo'lasan deydi. Soddaroq qilib aytganda, bir odamdan kofir bo'lishligini talab qilish kufr. Bir odamga bir gapni gapirsangiz, shunaqa javob beradi sizga. O'sha gapni gapirsangiz, o'sha javobiga siz sababchi bo'lasiz. deydi. Mana shundan kelib chiqib aytamizki, xo'p, jamiyatda sen zolim deyapsan. Senga mehrob berib qo'ydi. Sen mehrobdan suiiste'mol qilib chiqib turib, shunaqa gap gapiryapsan. Xo'p, ro'molliklarga o'shanda yechim bo'ladimi? Maslahat oldingmi? Ulamolar bilan kelishdingmi? Bu masala bitta seni ishingmi? Ummatning ishi emasmi? Meni ham ayolim bor, meni ham singlim bor, men ham shuni tashvishidaman. Xo'p, meni ham ayolim haqida gapiryapsan. Nima haqqing bor seni o'zing chiqib? Deydi ulamolar. Payg'ambar alayhissalatu vassalomni vahiy bilan quvvatlab turgan Alloh va shavirhum fil amr degan. Sahobalar bilan maslahatlash degan. Musulmonlarni o'zaro sifatlaganda va amruhum shura baynahum degan. Ularning ishlari o'zaro kelishuv asosida, shura asosida bo'ladi degan. Bu hech kim bilan maslahat qilmagan bu. Kimdir qo'liga matn yozib bergan, chiqib turib bangillatib gapiryapti. Butun dunyoda hop deyishyapti. Biror dona natija yo'q. Qaytanga teskari bo'lib ketdi. O'sha teskariga shular sabab bo'ldi.
u chiqqan zahoti maqsadida o'zi e'lon qilgan, ozodlikmi, Amerika ovozimi, kimdir bunga chiqqan aloqaga, BBC. Siz o'ta aytyaptiki, Yevropadan joy berilsa o'sha yoqqa ko'chib o'taman deyapti. Siyosiy boshpana Yevropaga borsa 4000, 5000 oylik beradi menimcha, adashmasam, siyosiy boshpana olganga. O'sha yerda mazza qilib yursa bu. Endi uni biz ko'ryapmizki hayotda. Mana hozir Jakoy ibn Tezak qamaldi. Shuncha tuhmat qilganda tarafida turgan odamlar hozir ham yo xato bo'lsa kerak, yo o'zi to'g'ri edi, shu chiqsaydi deb o'tiribdi. Nimaga desa, qalbda shunaqa mog'or bosgan. Tarafkashlik bu. Samimiylik, xolislik yo'q. Alloh mana shundan asrasin. Bizda umuman eng og'ir dushmanimiz ham agar to'g'ri gapirsa, to'g'rini to'g'ri deyish kerak. Qur'on bunga buyurgan. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى degan. Bir qavmni yomon ko'rishligingiz unga nisbatan adolatsizlik qilishingizga sabab bo'lmasin. Unga tortib ketmasin. Adolatli bo'ling, i'dilu, adolat qiling, adolatli bo'ling. Huwa aqrabu littaqvo degan. Taqvoga eng yaqin yo'l adolat do'stlar. Soqol emas. Soqol bilan taqvoni o'lchaydi ba'zilar. Yo'q. Taqvo adolatda do'stlar. Adolatli turish kerak. Dushman taraf to'g'ri gapirsa ham aytish kerak. Bu to'g'ri gapiryapti, shu gapni deyish kerak. Ularda u narsa yo'q-da. Ularni o'sha O'zbekistonda qanaqadir qo'zg'olon, qanaqadir hammani oyoqqa turg'izish uchun kerak bo'ladigan gapni gapirdimi? Qarsak cholishaveradi. Bo'ldi, bizdan ekan bu deydi. Buni hamma narsasidan ko'z yumishadi. Bir kun keladi, lekin sharmanda bo'lishadi. Mana hozir o'sha Dinnurlar asli sharmanda bo'ldi. O'sha tarafdan kelgandi shu kungacha. Orada uni ham o'qlab ketgan, bekitib kelgan. Orada bir gapirib yuborgan, keyin bekitib qo'ygan. Nima bo'ldi mana hozir? Endi qiyomatda nima bo'ladi bularning ahvoli? Shundan xulosa chiqarib olaveramiz. Alloh rozi bo'lsin, rahmatulloh. Ikkinchi savolim bersam maylimi? Xo'p. Xo'p. Men diniy masalalarda juda ham aqlim noqis, men aqlim yetmaydi. Aqida matnlarida ish boshilariga qarshi chiqishlik haqida matn bor dedi-da suhbatda. Ha, qarshi chiqishlikni to'g'ri bilmaymiz degan. Xo'p. Aha, ahli sunnaniki. Endi shuni eshitgandan keyin bir narsaga o'ylanib qoldim-da. Tarixiy sabablarini men yaxshi bilaman. O'sha Amir Temurda ham, Usmonlikda ham, Xorazmshohlarda ham. Ular Xorazmshohlar Saljuqiylardan ajrab chiqib ketyapti. Amir Temur Ilyos Hojiga qarshi chiqyapti. Usmonlik Elxonliga, o'sha u paytda O'ljayto sulton shariat bilan boshqargan bo'ladi Elxonlik nimasini, ulusini. O'shanda ularga qanday munosabatda bo'lamiz? O'sha o'ylantirib qoldi meni. Ular ahli sunnaning ishini qilmagan ekan-u deb. Yo'q, tushundim. Ular masalan deylik, hammasi mutlaq to'g'ri ish deb o'rnak qila olmaymiz. Lekin u davrlarni ko'rsangiz, hali unaqa xilofat qo'lga ushlagan davr emas-da ularniki. Xilofotlikka o'zini loyiq deb o'ylagan ular. Amir Temur ham agar o'sha Ilyos Xo'jaga qarshi chiqqan bo'lsa, men bundan loyiqroqman xilofatga deganda, men boshqaraman degan. Lekin bilasiz, u paytda ya'ni podshoh mo'g'illardan bo'lish kerak edi. Amir Temur o'shanga xon, Chingizlardan bo'lish kerak edi. Amir Temur o'shaning uchun o'zini amir deb e'lon qilgan. Lekin maqsadi u baribir kelajakda shu Xitoyni ham fath qilib butun dunyoda yakka hokimiyatni o'rnatish rejasi bo'lgan. Usmoniylardan shunaqa narsa. Usmoniylar Saljuqiylardan oldin foydalangan, ular unga yer bergan, joy bergan, keyinchalik ularga qarshi chiqqan. Nimaga kuch maydonda ko'rinib qolgan? U kuchga ergashish kerak. Kuchni boshqarish kerak. Bu endi siyosiy jihatlari, shar'iy tomonda rahbarlikka erishishni usullari degan ana u Nurul Yaqinda kelgan. Nurul Yaqin degan tarix kitob bor. O'shanda Muhammad Huzoriynikimi? Ha. O'shanda keladi. Qaysi usul bilan? Birinchi saylov usuli bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. O'shanda masalan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning xilofatiga yonida boshqa odam nomzodini qo'ysa, ahli sunnaga zid qilgan bo'lmaydi. U ham haqli.
haqliligini isbotlasa, xalqqa foydali bo'lsa, uni qo'llab-quvvatlash mumkin. Saylov. Ikkinchisi tayinlov. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'zlaridan keyin Hazrati Umarni tayinlab ketdilar. Tayinlov. Uchinchisi Hazrati Umarning ishlari. Hazrati Umarning ishlari, Hazrati Umar radhiyallohu anhu 6 ta odamni aytganlar, falonlar, shulardan tanlab olinglar. Men deganlar. Ovoz yaxshi kelmayapti domda. Endi Assalomu alaykum. Yaxshimi endi? Va alaykum assalom. Ha, yaxshi kelyapti domda. Qayerda to'xtab qoldik? Hazrati Usmon radhiyallohu anhu da. Uchinchisi bu. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu tayinlangan 6 kishining ichida bo'lgan. Hazrati Umar 6 kishini qo'yib, shulardan saylab olinglar deganlar, tanlashgan. To'rtinchisi kuch. Hazrati Ali radhiyallohu anhu xalifa bo'ldi, lekin kuch Muaviya radhiyallohu anhu itoat qilmadi u kishiga, sababi kuchga ishonmadi. Ijtihod bu ham. Nimaga ishonmadi? Qasosni olmayapsiz dedi. Men qasos olsa, doim o'zi e'tirof qilgan. Meni xalifalikda ko'zim yo'q degan. Men degan faqat shu Usmonni valisiman, menga qonni olib bersin degan. Hazrat Ali buni tushuntirganlar. Buni hozir iloji yo'q. 700 ta odam orqasida 7000 ta odam bor. Bularni hammasini biz birlashtirib olgandan keyin jazosini beramiz. Yo'q, hozir berasan deyilgan, shu bilan boshlangan kuch taqsimoti. Ana shu kuch taqsimotida kim o'zini loyiq deb bilsa, ijtihodan to'g'ri bo'ladi. Hammaga emas u, masalan, aqida matnlarida hammamizga xitobki bitta. Bu rahbarlarga xitob, rahbarlikka layoqati bor odamlarga xitob bu. Endi ba'zi ulamolar aytadiki, ba'zi ulamolar Ali radhiyallohu anhudan ko'ra Muaviya radhiyallohu anhuni davlatchilik strategiyasi ustun bo'lgan. Natija ham shuni ko'rsatadi. 20 yil vali bo'lgan, 20 yil vali bo'lgan, 20 yil podsho bo'lgan. 40 yillik rahbarligida tasavvur qiling, aholidan biror don odam shikoyat qilmagan Muaviyadan. Hammasi rozi bo'lgan Muaviyani tutumida. Bu nimani belgilaydi desa, bu Hazrati Alining maqomini tushirmaydi. Ali radhiyallohu anhuga boshimiz fido. U kishini payg'ambar alayhissalatu vassalom maqtaganlar jannatga kirishi aniq bashorat etilgan zot. Lekin hamma jannatiy bashorat berilgan odam hamma sohada boshqadan ustun bo'lavermaydi-da. Misol uchun deylik, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ummatning eng afzali. Lekin hadis rivoyat qilishda Abu Hurayra ustun turadi u kishidan. Muhaddislikda Abu Hurayra yuzaga chiqadi, oldin turadi. Mana shunga o'xshagan narsa. Ali radhiyallohu anhu 4 yil xilofat boshqarganlar, 4 yillik ichida shu oyoqlariga tushov bo'lgan xolosda birorta boshqa davlatni fath qila olmaganlar. Vaqt bo'lmagan, imkoniyat bo'lmagan. Muaviya davrini ko'ring. Yer yuzini yarmini olib qo'ydi-yu Muaviya. Rimni bo'ysundirib yubordi. Rimga tahdid soldi. Dengizlarga chiqib jihad qildi. Muaviya radhiyallohu anhuning keyin Yazidni tayinlashlari ham mana tayinlab ketyaptilar. O'zi yuqoridagi qoidaga to'g'ri kelmaydi. Tayinlab ketayotganlari ham ijtihod bilan bo'lgan. Nima uchun Yazid tayinlagan? Chunki qarshida Hasan, Husayn bor, Zubayrning avlodlari bor. Bular xilofatga da'vogarlik qiladi-da, xalq kimga ergashadi? Xalq 4 ga 5 ga bo'linib bir-birini o'ldiradi.
Shuni oldini olish uchun men tayinlab ketaman degan. Hozir zotan davlatning aksariyati qo'limizdami? Ha. Mana shu aksariyat xalq Yazidga ergashadi bo'ldi degan. Bu siyosiy ma'noda to'g'ri ish bo'lgan aslida. Endi Yazid haqlimi, haqli emaslik ma'nosida bu Yaziddan ko'ra Husayn haqli bo'lgan. Uni hammamiz e'tirof qilamiz. Lekin siyosiy ma'noda to'g'ri ish bo'lgan. Xalqni o'zaro bir-birini qonuni to'kishini oldini olish uchun qilingan. Demak, Amir Temurga o'xshagan yoki o'sha Usmoniylar, Saljuqiylar davrida bo'lgan yoki umuman islom tarixida bo'lgan shunaqangi isyonlar boshqasi agar iqtidorga layoqati bo'lsa, o'sha bilan davom etamiz desa, qabul qilaveradi. Masalan, hozir Suriyada Ahmad Shara siyosiy ma'noda xalqqa manfaati bo'lsa, shunga davom etaveradi. Masalan, biz ham qo'llab-quvvatlaymiz. O dunyo tan olsa, O'zbekiston borib tan olsa, men tarafdori bo'laman. Ya'ni demokratik bugun kundagi musulmonlarning manfaatini himoya qiladigan usulda bo'laveradi. Oldin buni terrorist edi. 10 million bo'yniga pul tikilgandi. Qarshi isyon qildi, xato qildi. Lekin natija nima bo'ldi? Natija sizlarga o'tdi iqtidor. Endi ulardan talab qilinadigan narsa bo'ldi, qabul qiladi islom ummati sizlarni. Lekin sizlar musulmonlarga foydanglar tegish kerak deyiladi. Ana shu ma'noda, tushundingizmi? Aha, tushundim, Alloh rozi bo'lsin. Keyin domlali kitoblarda nomlarini aytib ketasiz suhbatlaringizda. Misol uchun Usudul G'oba fi ma'rifati sahoba, Iziddin Abdusalamning Ihkomul Qavoida. O'sha kitoblar O'zbekistonda yo'qmi? Tarjima qilinmaganmi? Yo'q, tarjimasi yo'q ular. Katta kitoblar ular. Kutubxonalarda kitob sotadigan katta do'konlarni qidirib ko'rdim-da Andijonda, lekin topolmadim-da. Nomini eshitmagan ekan kitob sotayotganlardan. Ya, Usudul G'oba bu katta kitoblar, bular anaqada shaxslarni ismlari. Masalan, oddiy Buxoriyning Tarixul Kabir asari ham tarjima qilinmagan. Tarixul Kabir. Uni ham qo'ying. Men avval ham aytib bergan edim. Oltin silsila tarjimasi boshlanganda hammaga qarshi chiqqanman men. Hazrat o'rtaga maslahat tashlaganlarida o'sha sahobani o'zidan buyog'i matnni o'zini tarjima qilamizmi yo sanatni ham qilamizmi deyishganda, men sanatni ham qilaylik hazrat deganman. Chunki sanat ilmda bu. Shaxslarning kimligini bilish, o'rganish, musulmonlarning ongini, zehnini, ufqini orttiradi. Tanisangiz kimligini tanisangiz ergashasiz-da. Mana Maturidiyni tanimagan odam shu kungacha bilmagan kimligini. O'rtada qancha yopilib qoldi. Hozir tanishni boshlayapmiz, qoyil qolib, mana shu odamlar ekan, ishonchli odam ekan ergashyapmiz. Sanat tarjima qilinmadi. Hazrat boshqa shogirdlar yo sanat shart emas deyishdi, qolib ketdi. O holat ko'p ketmasdi o'sha. Sanat faqat nomdan iborat edi. Falonchi desa. Men o'sha reja qilib turibman, Allohim muvaffaq qilsa yoki shu suhbatni eshitayotgan do'stlar, oltin silsila tayyor turibdi, arabchani bilsangiz. Olingda sanatni tarjima qilib qo'shing oltin silsilaga. Hissangiz qo'shiladi. Kim bu shuni birinchi erishsa, sadaqa joriyani zuri mana dodasi. Qilish kerak shuni. Men o'zim ham o'ylab yuribman. Kim boshlab olsa, keyingilar keyin bo'ladi baribir. Ana shu ma'noda adabiyotlardan muammolarimiz bor do'stlar. Arab tilini bilgan, usul bilan o'qigan odamlar ku yo'lini topib, mana Shomila degan anaqa bor, programma bor. O'rgana oladi. Lekin oddiy xalq hozirgi kunda ma'lumotdan bexabar. Keyin yana domla, bir narsa so'rab olay, mana oxirgi so'rashim. Abu Abdulloh Shoshiy degan odam bor ekan, o'sha diniy qo'mitani taqiqlangan ro'yxatlarning ichida bor ekan. Va u odamning kitoblari bor ekan. U odam kim aslida? Bilmayman, lekin Abu Abdulloh Shoshiy agar eski bo'lsa, uni ko'rish kerak. Endi mana hozirgi kundagi ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsa, Shoshiy degan bir anaqa bo'lardi. Bizga anaqa muxolif bo'lib olib, troll profildan Ibrohim Muvahhidga o'xshagan profil. Shunaqa profil bo'lib yurardi. Shunaqa u ham bo'lishi mumkin. Lekin men bilmadim hozir aytayotganini. Kitoblari bor ekanda, ko'zim tushib qoldi bir ikkita joyda. Keyin diniy qo'mitani taqiqlangan ro'yxatlarida qatorida bor ekan o'sha ism. Aha. Kitob egasi bilan o'shaligini qayerdan bildingiz?
O'sha ikkalasini bitta taxtdagi odam bilan bittaligini qayerdan bildingiz? Ism to'g'ri kelgani uchunmi? Ha, ism to'g'ri kelgani uchun deyapman-da. Abu Abdulloh Shoshiy. Bo'ladigan ko'p hozir qo'ysangizchi. Bunda Abu Chunki Abdulloh ham kelgan, kitoblarida Shoshi ham nisbat Ha, nomi yo'qda aniq. ha. Aniq bo'lsa bilsak bo'ladi. Men bilmadim, tanimadim do'stlar. Ha, xullas u bo'lmasa u manbalar ishonchsiz ekanda, yozgan kitoblari. Bekarga Shunaqa taqdir bo'lsa kim qilmagan. biladi. Katta Kitoblar rahmat, nomini Alloh rozi bilasizmi? bo'lsin. Ha, bilaman. Nima nom? Qaysi kitoblar nomi? Musulmonlarning qonli kechmisi Mo'g'ul tatar bosqini, keyingisi Andalusiya. Bu shu mustaqillik davrida chiqqan kitoblar emasmi qilib, Islom ikki o't orasida degan kitob ham shu yozmaganmi? Yo'q, u kitobda endi eshityapman men, lekin o'sha Andalusiya bilan o'sha Mo'g'ul bosqini yoxud musulmonlarning qonli kechmishi degan kitob bor. O'sha Abu Abdulloh Shoshiy nimasi, muallif, o'sha deb yozilgan. Ma'qul. Bu joyni kesish kerak ekan, reklama olib qolar ekan. Yana qo'l ko'targanlar bor ekan, domla vaqtingiz bormi? Rahmat. Aha. Alloh rozi bo'lsin domla. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Savollaringga javob oldim. Abu Mahdiyni ochamiz, keyin takfirni ochamiz ekan, takfir haqida. Abu Mahdiyga savolingiz bormi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, salomatligingiz yaxshimi? Alhamdulillah. Charchamang. Savol shundan iborat, boya aytib o'tib ketdingiz, mana bola asrash haqida. Kimki o'g'lim deb e'tirof qilsa, Allohning la'nati bo'ladi. Hadis bor dedingiz. Endi bizda shunaqa narsa borda, bola asrab olganmiz. Ularning masalasi qanday bo'ladi? Misol uchun biz bolani bittasini nimadan olganmiz? Noma'lum joydan-da. Ana endi bizda masalamiz qanaqa bo'ladiki? Misol uchun ko'chaga chiqqanda bolam deymiz, o'qishga qo'yamiz, misol uchun doktorga olib boramiz. Xo'p, Shunaqa yuqorida masalalar aytganim bor. e'tirof tushundim. Buni ko'p gapirganmiz. Buni tabanniy degan mavzu bor. Diplom ishlari yozilgan, bir anaqadan ham qidirsangiz ham chiqadi. YouTube'dan ham tabanniy mavzusi desangiz chiqadi. Tabanniy bola asrab olish. Qur'oni Karimda alohida oyat tushgan. Payg'ambar alayhissalatu vassalom o'sha Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anha onamizni nikohlariga olganlar mana shu mavzudan keyin. O'g'lim deb e'tirof qilsa emas, da'vo qilsa, mendan tug'ilgan shu, meni nasabim desa Alloh la'nati bo'ladi. Lekin ko'chada bir kishini amaki, bir kishini o doda desa muammo yo'q, u da'vo qilish emas u. E'tirof qilish emas, da'vo qilsa. Endi sizni voqealigingiz, bola asrab olgan bo'lsangiz, u bolani sizni bolangiz emasligini o'ziga aytib qo'yasiz. Yon atrofga ham aytib qo'yasiz. Tayinlab qo'yasiz, chunki nasab buzilish xavfi bor. Uni ota-onasi tayin bo'lmasa ham, u alohida masala. Lekin siz uni otasi emasligingizni bola bilish kerak. O'sha fursatga qarab, vaziyatga qarab tushuntirib qo'yish kerak. Maktabga beraverasiz, nom qo'ysangiz bo'laveradi. Familiyasini muammo yo'q, faqat meni bolam degan da'vo bo'lmasligi kerak. Tushunarlimi? Ha, tushunarli, tushundim. Mana to'g'ri tushungan ekanman o'zgina. Tabanniy masala ham aytib bergansiz, bilamiz buni. Alloh rozi bo'lsin. Ishingizga omad. Rahmat. Sog' bo'ling, rahmat. Xo'p. Hozir bir daqiqa. Takfir haqida degan savolni yo'qotib qo'ydim. Endi Qur'on haqida degan savolni ochdim. Savolingiz bormi? Qur'on haqida deb yozibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatulloh. Boyagi nasx oyatlari bo'yicha savolim bor edi. Haligi Imom Buxoriydan Muslimda keltirgan hadis bor ekan. Haligi zinokorda tosh bo'ron qilish haqidagi oyat Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytgan ekanlar. O'sha Qur'onda kelgandi shu ochiq. Keyinchalik qanaqadir masala bo'yicha kiritilmagan ekan. Shu haqida batafsilroq aytib bersangiz. Xo'p, Qur'oni Karimda ya'ni Alloh taolo o'zi alohida ta'kidlagan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha.
alam ta'lam annalloha ala kulli shay'in qodir degan. Ya'ni ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Bir oyatni nasx degani o'sha hukmini qoldirish, o'chirish ma'nosi bor. Yoki esingizdan chiqartirsak, nunsiha, esdan chiqartirsak, nunsiha na'ti bi khayrin minha, o'sha o'chirganimizdan yaxshirog'ini aw misliha yoki unga o'xshaganini keltiramiz. Alam ta'lam, bilmadingizmi? Annalloha ala kulli shay'in qodir. Dar haqiqat Alloh har narsaga qodir ekanligidan bilmadingizmi deyapti Alloh taolo. Mana shu oyat nasx mavzusi uchun sarlavha bo'ladi har doim. Alloh taolo ta'kidlayapti. Hadis shariflarda ham kelgan. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ba'zi narsalarni nasx qilganlar. O'sha tabanniy masalasida ham mana hozir yuqorida o'tdi. Dastlab Muhammad ibn Zayd ibn Muhammad deyish mumkin bo'lgan. Oldin shunaqa bo'lgan. Boqib olganingizda o'g'lim desangiz, sizni o'g'lingiz sifatida meros olgan, siz o'shandan anaqa paydo bo'lgan. Hukmlar paydo bo'lgan. Keyin uni nasx qildi Alloh taolo. Tabanniy oyatini nozil qildi. Endi nasx nech qilib bo'ladi desa, nasx turlari bor. Birinchisi hukmi nasx bo'ladi, qiroati sobit bo'ladi. Qur'oni Karimda bunaqa oyatlar bor. Misol uchun deylik, Alloh taolo o'sha kim payg'ambar bilan kelib pichirlab gaplashadigan bo'lsa, fatuqaddimu bayna yaday najwakum sadaqah degan. Sizlar payg'ambar bilan pichirlashib gaplashishinglar uchun, alohida gaplashishinglar uchun sadaqat berib qo'yinglar degan. Bu oyat nozil bo'lgandan keyin Hazrat Ali aytadilarki, 10 dirham pulim bor edi, 10 ta sadaqa qilib Rasulullohdan 10 ta masala so'rab olganman deydi. Va bu oyatga mengacha ham, mendan keyin ham hech kim amal qilmagan deganlar. Nimaga desa, keyin nasx bo'lgan. Alloh taolo keyin uni pul bermasdan turib so'rayvering masalalarni deb Alloh taolo uni yengillatgan. Ana shu qiroat turibdi lekin. Hikmati nima desa, Alloh taolo qiroatga ajr beradi. Va nasxni ahamiyatini tushunishimiz uchun ham qoldirgan buni. Qiroati sobit, hukmi nasx bo'lgan. Ikkinchisi, qiroati ham nasx bo'lgan, hukmi ham nasx bo'lgan. Bunaqa oyatlar juda ko'p. Jabril alayhissalotu vassalom payg'ambar alayhissalomga 24,000 marta kelgan ekan. 24,000 marta. 6236 dona oyat bor. 24,000 marta kelganda qancha oyatlarni olib kelgan? Bir qancha oyatlar bo'lgan. Alloh taolo ularni esdan ham chiqartirib turib oldi va ularni nasx qildi. Oyatni ham, hukmini ham nasx qildi. Bunga ham ba'zi ulamolar misollarni keltirgan, shunaqa deb. Bu ikkinchi turi. Uchinchi turida qiroati nasx bo'lgan. Qiroati nasx bo'lgan, lekin hukmi sobit bo'lgan masalalar bor. Ayni shu rajim masalasi. Rajim haqidagi oyat bo'lgan. Ash-shaykhatu wash-shaykhukhatu ash-shaykhu wash-shaykhukhatu idza zanaya farjumuhuma albattata nakala min Alloh mashnaqa. O'sha keksa erkak, keksa ayol degani bu. Bu nima degani? Turmush qurgan degani-da. Turmush qurgan ayol bilan erkak zino qilsa, ularni albatta toshbo'ron qiling degan oyat. Payg'ambar alayhissalotu vassalom amalda 2 martamakin 3 marta buni ijro qilganlar. Shunaqa bilan qo'lga tushgan yoki e'tirof qilib kelgan odamlarni toshbo'ron qilib jazolaganlar. Buni bayroq qilib ko'tarib olishadi-da, islomga qarshi muxoliflar yoki islomdan radikal yo'lda foydalanadiganlar mana shu ijro bo'lmaguncha islom ijro bo'lmayapti deyishaveradi. Lekin rajim masalasi juda katta masala. Endi sizlar aytayotgan masalaga qayta qolaylik, uni rajimni alohida gaplashganmiz.
yana gaplashsak gaplashaveramiz bu boshqalarni bilan. Bu joyda Oysha onamizdan qilingan rivoyat bor, Imom Muslimda kelgan rivoyat bor. Biz bu qiroatni o'qib yurardik deganlar. 10 marta emizishlik bilan o'sha rajm oyat haqidagi oyatlarni o'qib yurardik, keyin u qiroati nasx bo'lib ketdi. Qur'onda yo'q. Shunaqangi oyatlarni o'qib yurardik degan. Bor, bo'lgan shunaqa oyatlar. Bir qancha shunaqa oyatlar bo'lgan. O'qib yurishgan, lekin Qur'onda qolishligiga payg'ambar alayhissalotu vassalom qoldirganlari, aytib berib shu deb aytib berganlari 6236 ta oyat. Mana shu hozir biz qo'limizda turgan musqatdagi. Ibn Mujada echki hadisi bor. Aynan mana shu Oysha onamiz haqlarida. Oysha onamiz aytadilarki, biz o'sha rajm haqidagi oyatni tilovat qilib yurardik. Payg'ambar alayhissalom vafot etganlarida bee'tibor qopman, echki kirib o'sha oyatni yeb qo'ydi degan. Mana shu hadisni ko'tarib olishadi-da, mana bir oyatni echki yeb qo'ysa yo'qolib qoladimi deydi. Ular masalani tushunishni istamaydi, masxara qilishni istaydi. Birinchidan bu hadis munkar hadis. Roviylarning ichida Abu Ishoqmi degan bir roviy bor. Adashmasam, yo Ismoil degan bir roviy bor. U munkar. Munkar degani munkarni ham bilmas ekan. Kecha oldin kuni Bahrom aytibdi. Sahih to'plamlarda ham to'qima hadislar bor deb Mulla Abror aytdi deyapti. Qarang, talqinni qarang. Men shunaqa deganim. To'qima hadislar bor. Mana Ibn Mujada o'sha echki yeb ketgan hadisni munkar deyapti. Ya'ni to'qima degani deyapti. Rivoyat qarang. Tirik odamdan, hali o'lmagan odamdan qilayotgan rivoyat ahvolini qarang. Munkar bu hadis istilohida ishlatiladigan lug'at bu. Munkar notanish degani. Notanish odam. Bilmaymiz kimligini uni. Kecha undoq gap gapirib, bugun bundoq gap gapirib qo'yadigan odam bo'lsa, u inkor qilingan degani emas bu. Bizning lug'atimizdagi. Munkar hadisning istilohi bu. Matndagi munkarlik bor. U nima degani desa, sahih rivoyatlarga ma'nosi to'g'ri kelmaydi, jumlasi to'g'ri kelmaydi. To'g'rilab bo'lmaydi, muvofiqlashtirib bo'lmaydi, zid kelib qoladi, sahih hadis olinadi, nargi hadisi munkar deyiladi. Bu mana bu hadisga munkar bo'ldi deyiladi. Bu hadisni munkarligi Muslimda kelgan hadis bilan isbotlanadi, matni. Nimaga desa, chunki Muslimdagi rivoyatda echki yeb ketdi degan jumla yo'q. Echki yeb ketdi degan jumlani falonchi roviy qo'shgan Ibn Mujada. O'sha yo Ismoil yo Abu Ishoqmi degan bir roviy bor edi. Ana shu qo'shgan. U shunaqa qo'shadigan shunaqa munkar odam bu. Hop, yana bitta savol tug'iladi endi. Hop, shunaqa munkar hadislar bor ekan. Nimaga keltirgan desa, ya'ni noto'g'rini o'rganib, to'g'rini ajratib olishimiz uchun kerak. Hadis ilmiga, istilohiga kirsangiz, yaxshi ham shuni rivoyat qilgan ekan, yaxshi ham shu roviylarni bizga aytib ketgan ekan deysiz. Chunki boshqa joyda kelganda darrov ko'zingizga tashlanadi. Bu palonchiki deysiz. O'shaning uchun qiladi rivoyatlarni ular. Nimaga sahih to'plam deyiladi unda desa, mana shu gaplar bormidi? Bu hadislarning ichida bor edi. Borligi sahih deydi. Sanatdagi sahihlikni o'zini ushlab olmaydi bu hadislar. O'shaning uchun sihoh sitta deydi. 6 ta sihoh to'plami ichida munkarlar bor, hatto mavzular bor. Mavzu hadislar bor. Buxoriy Muslimda yo'q-da, keyingilarda bo'lishi mumkin. Ular amalga aloqador bo'lganligi uchun. Men alohida mavzu bular endi bilmas ekanda, tushunmas ekanda, Abror deydi, sihoh sittada ham to'qilgan, yolg'on, munkar hadislar bor deb aytdi. O'sha Abdulloh Abror aytdi deyapti. O'zicha kalaka qilyapti meni. Munkarlik do'stlar o'sha hadisni istilohiga bog'liq. Ma'nosida ham munkarlik bor deydi ulamolar. Chunki payg'ambar alayhissalotu vassalom dunyodan o'tganlarida uylari kichkina bo'lgan. Oysha onamiz uylari kichkina. Sajda qilsalar, boshlari oyoqlariga tegib qolardi. Qanaqa o'tga ichki kirib ketadi? Mumkin emas. Munkar, ma'nosi ham munkar. Demak, to'qigan odam ham munkar, ma'nosi ham munkar, sahih hadislarga ham to'g'ri kelmaydi. Bu hadis munkar. Lekin bu degani
Rajm oyati yo'q demak degan xulosani bermaydi. Rajm oyati bor do'stlar. U nasx bo'lgan. Hazrati Umar roziyallohu anhu aytadilarki, tilovati nasx bo'lganini bilardi Hazrati Umar. Agar odamlar noto'g'ri tushunmaganda edi, mana shu oyatni o'z qo'lim bilan Qur'onga yozib qo'yardim deganlar. Yozib qo'ya olardi Umar. Lekin buni nasx bo'lganligini bilgan. Demak, Rasululloh nasx bo'lgan oyatlarni tilovatini ham aytib berganlar. Yoki nasx bo'lmagan tilovatlarni hammasini aytganlar, qolgani nasx bo'lganini ulamolar o'sha davrni sahobalari bilgan. Xo'p, xulosa. Nasx oyati dan kelib chiqadigan xulosa shuki, do'stlar, Qur'oni Karimdagi ba'zi oyatlar esdan chiqartirilgan, nasx qilib hukmi to'xtatilgan. Ba'zi oyatlar hukmi sobit turibdi, tilovati nasx bo'lib ketgan. Ba'zi oyatlarning demak hukmi nasx bo'lib ketgan, tilovati sobit turibdi. Mana shu mavzudan aqli raso odam, samimiy odam to'g'ri tushunib olaveradi. Tushunarlimi? To'liqroq javob oldim. Rahmat. Xo'p. Hidoydan qanaqasiga savol. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ustoz, Hidoyadan savol bor edi. Bismillah. Qori odamlar orqasida omma odamlar ham bo'lsa, ichida bitta qorisi bo'lsa, ergashishli mumkinmi yo hammani namozi fosil bo'ladimi? Shunaqa matn o'qigandek bo'ladimda. Yo'q, menimcha u anaqadan rivoyat keltirgan. Boshqa manbadan keltirgan. Menimcha umumiy ma'noda yo'q bo'laveradi. Namozi fosil bo'lmaydi. Bilganniki fosil bo'ladi. Bilgan. Bahrul Roif ekanmi? Yo'q, uni ko'rmay qoldim. Bismillah, hop. Asosiy adashgan joyi aqidadan emasmi? Chunki Alloh haqidagi tushunchalari deyarli hammasi noto'g'ri-da. Shu haqida. Menimcha asosiysi ahmoqligida. Alloh taolo uni fahmini olib qo'ygan. Kallasi yaxshi ishlamaydi. Keyin natijada o'shanga ko'ra xulosa qiladi. Bitta misolni keltiray, menga raddiya beryapti-da, raddiyani qarang. Insof bilan hozir aytasiz. Men aytayapmanki, Alloh taolo Qur'onda inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun degan, to'g'rimi? Ha. Ana shu zikrdan ko'zlangan maqsad faqatgina Qur'on emas. Qur'on ham bor. Zikr Qur'onning bir ismlaridan bir ism. Lekin faqat Qur'on emas. Zikrning boshqa ma'nolari ham bor. Faman a'rada an zikri, Qur'onda oyat turibdi. Kim mening shariatimdan yuz o'girsa deb ma'no aytiladi shunga. Zikrning shariat ma'nosi ham bor. Zikrning sharaf ma'nosi bor. U bor, bu bor deyapman-da. Raddiyani qarang. O'sha bu aql inqirozidan dalilda bu darak. Raddiyani qarang, aytayaptiki, men aytdim endi, agar faqat Qur'on zikrdan mana shu o'rinda ko'zlangan maqsad faqatgina Qur'on degan ma'no bo'lsa, unda Alloh taolo qodir edi. Inna nahnu nazzalnal Qur'an va inna lahu lahafizun deya olardi deganman. Raddiyani qarang. Nima deb raddiya berar ekan shunga da qiziqib eshityapman-da. Raddiyani ahvolini qarang. Aytayaptiki, sen deyapti Allohga din o'rgatyapsanmi deyapti. Nima deb nozil qilishni sen o'rgatyapsanmi deyapti. Alloh taolo Qur'onda atuallimunalloha bidinikum degan deydi. Diniylarni Allohga o'rgatasizlarmi deydi. Bu yerdagi ahmoqlik shundan iboratki, o'zini Allohning o'rniga qo'yyapti. Men unga dars beryapman, unga o'rgatyapman, emas, misol keltiryapman unga. Alloh taolo qodir edi agar shuna Qur'onni o'zi bo'lsa. Zikr deb nozil qildi. Desam, sen deydi Qur'onni ismlarini bilmas ekansan. Qur'onda faloncha ism bor deb hamma ismlarni sanab chiqdi. Raddiyani saviyasini qarang. Raddiyani ahvolini qarang. Men bu bolaga
nomini aytib gapirganimga afsus qildim. Umuman arzimaydigan odam ekan. Endi Qur'oni Karimda kofir bo'lgan jamoalarning mushtarak sifatlari bor, bir-biriga muvofiq keladigan. Nima desa, la yafqahun, tushunmaydilar. Ko'p anaqani farqiga bormaydilar. Bu ham shunaqa. Qarang, men zikrdan ko'zlangan murod faqat Qur'on emas, Qur'on ham bor desa, mana sen Qur'onni inkor qilyapsan deyapti. Yo'q, Qur'onni inkor qilmayapman men. Qur'on bor. Lekin faqat Qur'on emas-da bu. Zikr bu. Zikrning hamma ma'nolarini o'z ichiga oladi. Alloh taolo shuni muhofaza qilganman deyapti. Desak, yo'q deyapti, Qur'onni deyapsiz, falon ismi bor, nur degan ismi bor, hidoyat degan ismi bor, ruh degan ismi bor. Uni ham o'rniga Qur'onni qo'ysinmi deyapti. Insof bilan aytinglarchi, shu raddiyami shu? Men nima deyapman, qo'bizim nima deydi? O'sha umumiy ma'noda bu ahmoq. Aql raso odam bunaqa bo'lmaydi. Ya'ni topgan odamlar ham shunaqa-yu. Bobomurod Abdullani kim aytadi aql raso odam deb? Kamol Yo'ldoshi kim aytadi shuni sal aqli joyida mana shu odam deb? Umuman aql raso odamlar emas. Endi aqli mana shunaqa bo'lgandan keyin, ahmoq bo'lgandan keyin iymonni, e'tiqodni, Qur'onni tushunmaydi. Oddiy meni gapimni tushunmayapti-yu. Qur'onni qattiq Mukallafmi shunda, g'oyri mukallaf bo'lyaptimi shunda domla ular? Yo'q, Yo, endi jinni bo'lganda g'oyri mukallaf bo'lardi. Bu ahmoq bu. Ahmoq, tupoy deydi-yu, bular jinni emas. Bular tupoy. Hamoqat deydi bularni. Ya'ni saviyasi past odamlar, ko'rgazori keng emas. Masalalarni qiyoslash, to'g'ri bir-biriga solishtirishlik xususiyati yo'q bularda. Masalan, zarar bilan foydani uncha farqiga bormaydi bular. O'sha ma'noda bular oddiy xalq saviyasida ham emas-da, undan ham pastga tushib ketgan odamlar. O'shaning uchun atrofida ergashib yurganlarni ko'ringlar ahvol. Aql raso odam yo'q. Tushunarli. Ustoz rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Koreyaga ham keling ustoz. Xudo xolasa inshaalloh boramiz. Rahmat. Abdulloh qarab turingda, men hozir bir bantroq oldim. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatulloh ustoz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Xo'p, bitta odam bo'ladi. Ha, luqma haqida degan profilni ochdim. Gapiring, mikrofonni bosib. Luqma haqida degan profil. Mikrofonni bosib gapiring. Xo'p, takfir haqida. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ramazonlardan tashqari ikkita savol bor edi ustoz. Bittasi shu takfir haqida, bittasi shu mazhabimiz haqida. Tojik zabon ulamolarimizdan So'hrob Odilyon degan bir shaxs nimasiga videolariga ko'zim tushib qoldi. Shu mazhabimiz haqida bir gapda aytdilarki, qon chiqsa Abu Hanifa mazhabida nima tahorat sinmaydi, chunki u hadis zaif. Zaif bo'lsa ham unga ergashamiz, lekin u hadis zaif. Dedilar, shu gaplariga sal tushunmadim. Takfir haqida bo'lsa, gaplari shu ediki, Allohni ismidan emas, boshqa narsani ismini qo'shib qasam etsang, kofir bo'lasan. Ya'ni non ursa yoki onamni ustiga qasam ichaman shunaqa dedilar. Shuni tushuntirib bersangiz dedi. Oldindan rahmat. Salomat bo'ling. Qon chiqsa tahorat sinishi ijtihodiy masala. Sahih hadislar kelgan. Sahih hadislarda, sahih rivoyatlarda qon chiqsa tahorat qilmagan sahobalarni amali kelgan. Lekin uni bizning mazhab ulamolari nima deyishadi? Zarurat yuzasidan deydi. Sohibi uzr ma'nosida o'shanda birinchi qilingan tahorati unga tahorat bo'la oladi deydi. Lekin qon chiqsa tahorat sinadi degan narsa ijtihodiy masala. Chunki
tahoratni sinishligida umumiy qoida bor. Tahorat insondan najosatning chiqishligi bilan sinadi. Mana shu qoida shu. Shunga ko'ra, inson badanidan nimaiki najosat chiqsa sinadi. Qon najosatmi? Najosat. Qur'onda oyat bor. Ha? Hurrima alaykumul maytatu va dam degan. Harom qilindi degan. Najosatu. O'shaning uchun u chiqsa va chiqqan joyidan chegarasini buzib atrofga yoyilsa, bo'ldi. Tahorat sindiradi deydi. Bu ijtihodiy masala. Hadislar zaif degani payg'ambar alayhissalotu vassalomni aynan o'zlaridan rivoyat qilingan hadisni bilmayman, lekin sahobalardan bor rivoyatlar. Hazrat Umar radhiyallohu anhuni pichoqlashganda o'sha joyda namoz o'qiyverganlar. Qon oqib turibdi, namoz o'qiyaptilar deydi. Endi u namoz bo'ldi, qaytadan o'qib olish kerak degan masala u yerda ko'rilmayapti-da, u yerda boshqa masala ko'tarilyapti. Shunaqangi ehtimollari bor. Qisqaroq bu endi takfir masalasi. Bu joiz emas degan ma'qul menimcha. Boshqa narsani nomi bilan qasam ichish. Uni boshqa narsani nomi bilan qasam ichsa kofir bo'ladi desa, unda anaqa ko'payib ketib qoladi, tashvish. Tushuntirib kerak xalqqa boshqa narsa bilan qasam ichmaslikni, faqat Allohning nomi bilan qasam ichadi, mabodo zarur bo'lib qolsa, deb tushuntirish kerak. Lekin takfir qilish bu qozining masalasi. Qozi qiladi. Tushunarlimi? Bir odamni kofir bo'lishligi, bir odamni kofirga chiqarish juda qiyin masala. O, katta ijtihod masala. 3 taloqdan ham qiyin bu. 3 taloq olsa qiyin masala-yu, qattan topasan uni deydi-yu. Bu undan ham og'ir masala. Insonning qalbidagi Allohning inkori topilganda, e'tirof bo'lsa, yoki dalillar bilan isbot bo'lsa va o'shani u tan olsa, keyin bo'ladi. Uning uchun majlis kerak, uning uchun qasam ichgan odamni olib kelish kerak, o'tqizish kerak, so'rash kerak. Takfir masalasidan iloji boricha qochish kerak. Tushunarlimi? Tushunarli ustoz, katta rahmat. Sog' bo'ling. Keyingisini o'chib. Ustoz vaqt bo'lmadi. Aha, o'zi kelib qoldim shaharga, hozir yarim soatcha. Urushda haromdan foydalanish. Mikrofonni bosib gapiring. Assalomu alaykum rahmatulloh. Va alaykum assalom rahmatulloh. Yaxshimi, sog'lig'ingiz yaxshimi? Alhamdulillah. Mana savolim bor edi, urushda haromdan foydalanish to'g'risida. Misol uchun, ikkita qavm urushyapti, kofirlar bilan musulmonlar. Musulmonlar urushda yutish uchun harom qilingan narsadan foydalanishi mumkinmi? U nimalikka bog'liq-da? Masalan, yolg'ondan foydalansa bo'ladi. Urush hiyla deganlar. U yolg'on harom. Narkotikdan foydalanib, narkotik savdosidan foydalanib demoqchiman. Yo'q, uni bilmadim, unga bo'lmaydi. Ba'zilar chiqargan endi narkotikni musulmon odamlar iste'mol qilmaydi, sotib pulini shu dushmanga qarshi ishlatamiz degan afg'on jangida shunaqa fatvolarni chiqarishgan. Lekin tanqidga uchragan gaplar bular. Butun dunyo ulamolari fatvo bermaydi. Ha, tushunarli. Demak, foydalanish mumkin emas, harom hisoblanadi, to'g'rimi? Ha, endi narkotiklar bo'lmaydi. Aha. Domla rahmat javobingiz uchun. Sog' bo'ling. Xo'p, juda ham muhim savolim. Mikrofonni bosib gapiring. Ovozingiz kelmayapti, gapiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatulloh. Domla salomatmisiz? Rahmat. Domla, mana men musofirdaman. Shunga juda muhim savol bor edi. Hozircha hayajondaman, o'ziraman. Yo'q. Tovuq go'shti haqida savol edi. Tovuq go'shti bu yerda odam so'ymaydi, shunga yesa bo'ladimi, yesa bo'lmaydimi? Shu tovuq go'shtlarini Unga javob berganmiz.
bunga javob berganmiz. Izlab ko'ring. shuni Javob berganmiz. topolmadim. Musofirda yurgan odamlarga ham, boshqalarga ham shu tavsiya. Apparatda so'ygan joiz emas. Ustiga halol yozib qo'ysa bo'ldi, joiz bo'lib ketavermaydi. O'sha musofirda yurganlar birlashib, yig'ilib, o'sha go'sht yetkazish, musofirda yurganlarni go'sht bilan ta'minlash uchun alohida bir biznes ochish kerak. Foydasi ham yaxshi bo'ladi, xalqqa ham xizmat bo'ladi. U apparatda so'ysa harom, mumkin emas u. Rahmat. Tushunarlimi? Sog' bo'ling, xo'p. Xo'p, juda zarur savolim bor deganni ochdim. Ustoz, lekin Moskvada yo'lga qo'ygan birodarlar. Qo'lda so'yib O'shadagi aloqaga chiqish kerak, ha. juda zarur savolim bering. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ustoz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Labbay. Ustoz, sizni o'zingiz bilan bevosita Telegramingizda gaplashish imkoni bormi, yo'qmi? Yo'q. Ya'ni o'zingizga bor edi. Noto'g'ri tushunmasangiz. Yo'q. Xo'p, savol bo'lmasa yo'qmi? Xo'p. Namoz 2 xil vaqt degan profilni ochdim, gapiring. Assalomu alaykum, qora aka, tuzimsiz? Va alaykum assalom. Rahmat. Qora aka, savolim shuki, biz musofirdamiz. Hop, bizda ikkita masjid bor, расстоянияsi примерно 2 kilometr chiqadi-yu, namoz vaqti 2 xil. Ba'zi birda ishdan mana namozga vaqt so'rab chiqamiz. Chiqqan paytimiz bitta vaqtga qaraganda jicha oldinroq chiqib qolamiz. O'shanda ikkinchi masjid vaqtiga qarab o'qisak bo'ladimi? Ya'ni alohida o'qiganingizdami, masjiddami? Yo'q, alohida o'qiganda ish paytida. Ha, bo'laveradi. 2 xil vaqtda, bittasi endi oldinroq, bittasi kechroqqa qo'ygan, o'shanga. O'zi namozni kirish va chiqish vaqtlari bor-da, shuni orasida o'qib olaverasiz. Kirish vaqtida o'qisadan bo'ladi, chiqquncha o'qishingiz kerak. Shuni orasida ham bo'laveradi. U masjidlarda belgilab qo'yilgani 5-10 minut u yoq farq qilsa, ikkalasini vaqtida namoz kirib o'qiyverasiz, bo'laveradi. Bo'ldi, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p, do'stlar, biz yetib keldik Toshkentga. Alloh xayrli qilsin. Barchalarni ham tutayotgan ro'zanglarni Alloh qabul qilsin. Duolarda eslab turasizlar. Nasib yana diydorlashamiz. Savol berganlarga ham, berolmay eshitib o'tirganlarga ham alohida tashakkur. Alloh taolo tolibi ilmlarga berilgan ajrlardan hammamizga nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.